Amerika bu jinnicha bir anavda juda agressivniy joyda. Uni lekin Amir Temurday olmasangiz, boz deb olmasangiz ola olmaysiz-da. Bilim bu nol. Bilim bor-ku, menga yoqmaydi. Unaqa o'qiydingmi? Angliyada, Amerikada u lekin tajriba bo'lishi kerak, tajriba. U odam aytadi, garantiya. Aynan o'zimga garantiya bermayman. Tavba dedim. Qanday bu garantiya beraman? Negativ fikrlash katta bo'lib ketgan. Shuni qanaqa to'xtatsa bo'ladi? This is $1 million question deydi. Hozir qil. Hozir. Kim o'lib ketasan? O'lib ketasan. Noto'g'ri siyosatda shunaqa bo'lganki, endi qo'rqmasdan gapiramiz. Sababi hatto samolyotda yoningizda odamga ishonmasdingiz-da, o'tirgan odam. Menga o'xshagan O'zbekistondan ketganlar juda ko'pda. Xafa bo'lib ketganlar. Ular xafa bo'lib ketgan. Baribir ichingizda kichkinagina bitta olov bor-da. U olov o'chmagan. O'qimishli, karyera biladigan ayollar kerak. Chunki bu borib misol bolalarga o'tadi. Qanchalik ona bor-u, zo'rusa bor-u, bolalarga o'tadi. Biz doim hamma narsani eng yaxshisini tanlashga harakat qilamiz. Eng yaxshi ish, eng yaxshi libos, eng yaxshi mashina, eng yaxshi uy. Lekin sovg'a tanlayotganimizda esa doim ikkilanamiz. 15 yildan beri o'z xaridorlarini xursand qilib kelayotgan Dekas kompaniyasi sizga o'z mahsulotlarini taklif etadi. Ko'nglingizga manzur bo'ladigan korporativ biznes sovg'alarni brendingiz logotipini aks ettirgan holda sizga taqdim etish va ko'zingizdagi quvonchni ko'rish bizga zavq bag'ishlaydi. Dekas eng yaxshisi. Assalomu alaykum azizlar, investorlar psixologiyasi, kapital loyihasi yangi soni efirda. Yaqinda biz yurtboshimiz Amerika Qo'shma Shtatlariga borishganda vatandoshlar marafonida Enfaktadagi tajribali tadbirkorlar bilan ko'p yurtdoshlarimizni, tadbirkorlarimizni suhbatlarda bo'ldik, ular bilan uchrashdik va kontraktlarga yetaklar bo'lgan holatda guvoh bo'ldik. Ko'plab do'stlarimiz O'zbekistonda oldi-berdi qilishlarini, kimdir investitsiyalarni boshlashdi va shu bilan bir qatorda bugun Farhod aka Muradov, Frank Moore taxallusi bilan Amerikada mashg'ul bo'lgan vatandoshimiz kecha mana bu kafeda o'tgan hafta Infactor Executive Business Clubda, bugun esa intervyu podkastda bizni mehmonimiz, qahramonimiz bo'lib turibdi. Bugun ko'rsatuv nafaqat men, balkim moliya bobida, kapital bobida men o'zim eng havas qilgan, hurmat qilgan yaqin qadrdon akamiz, do'stimiz Umidjon aka Ishmuhamedov bilan boramiz. Umidjon aka, Farhod aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Umid aka, sizga so'z. Endi men Farhod akamni adashmasam birinchi ko'rganimda yo 2005 yo 2006 bo'libdi. Hozir hisoblasa taxminan 19-20 yil bo'lgan ekan. Bizda Washingtonda adashmasam ko'rishgan edi. Posolstvoda yig'ilish bo'lganda, Umidjon, Jorjiyadamisan? Ha, men ham Jorjiyaga borganman, Jorjiyada o'qiganman. Keyin Nyu-Yorkka o'tib, Kolumbiya universitetida adashmasam yo o'qiyotdingiz, yo ishlayotdingiz, hozir aniq esimda yo'q. Lekin xush kelibsiz O'zbekistonga. Xudo xolasa endi nimalar qilamiz, nimalar qo'yamiz? Главный vizatsiya boy deydi, boss dedingiz. Farhod aka, siz tanimaganlarga sizni tanishtiramiz, keyin asosiy mavzuga o'tamiz. Gap yo'q. Assalomu alaykum. Meni ismim Frank Muradov. Aslida Farhod Muradov, lekin AQSh fuqarosiman. Amerikada juda qiziqarli. Amerikada hayotimda eng katta qismi Amerikada o'tgan ekan. Shuning uchun meni ismim Farhod bo'lib turib, aksentim, hammada aksentim Bushda ham bor, Trumpda ham aksent borda, lekin meni aksentim normal bo'lgani uchun odamlar so'rardi, Farhod bo'lsa Farhod deb ani bo'lardi-da. Endi men to'g'ri aytsam bor, tushunmasdim. Aytdim bu dedim bilan ingliz tilini bilganlar yaxshilar. Biz endi tushundik nimaga frankligini. Lekin aytdi, bu san qayerdan kelding? Aytdim, bu osoni meni
parashutdan tashlashgan dedim. U qayerdan desa O'zbekiston desam O'zbekiston bilmas soldim. Endi reputatsiyam oldi eski O'zbekiston reputatsiyasini tushirmasdi, lekin o'sha uchun Frank deb pasportimda Rebranding qilding. rebranding bo'ldi. Bu ham to'g'ri aytasiz, rebranding, chunki har bitta insonning o'zini brendi bor-da. Men o'sha korporativ Amerikada ishlab turib, har xil odamlarni ko'rib, yana ko'p ustozlarim bor, odamlar bor. O'rganasizda. Har bitta odamda nima deydi, anusi bo'lar ekan, brendi bo'lar ekan. Lekin uni tagida bitta qiziq bir voqea bor. O'zim Qashqadaryodan bo'lganim uchun Peace Corps volunteer bor. Peace Corps volunteer amerikanislar Qarshida dars berayotganda sariq sochli amerikanis. Qarang. Qashqadaryoda yuribdi. Cho'lda yuribdi. Jahongir deb ismini qo'ygan. Jahongir. Amerikanis. O'zbek tilida gapiradi, kalpushka yuradi. Men dedim bu qoyil qoldim-da. Chunki bunaqa odamlarni bizga ko'rsatgan hurmati, bizani madaniyatimiz, tilimizga ko'rsatgan hurmati qanaqadir amerikanis kelib turib, Qashqadaryoga Amerikadan kelib turib, bizga ingliz tili, adabiyot har bir narsani o'rgatyapti-da. O'sha uchun Amerikaga kelganda Farhod emas, Frank deb qo'ydim-da. Bu haqiqatan ham menga yordam berdi, to'g'risini. Chunki vatanim O'zbekiston va Amerikada fuqaroman, o'sha uchun nima deydi? Barim bu ham ikkinchi vatan, mala rodin deydi. O'sha uchun Amerikaga moslashib ketish kerak-da. O'sha uchun Frank deb qo'ydim. Zo'r. Bu vyjivaniygami, ya'ni tirik qolish uchunmi Frank yoki-da boshqa maqsadmi? Juda yaxshi savol berdingiz. Bilasizmi, o'sishga. Выживание emas, chunki o'sha etapdan o'tib oldim, lekin выживание emas-u, o'sha konkurensiyaga chiqasiz, o'sishga chiqasiz-ku, o'sha brending kerak-da, brending kerak. Chunki Amerika bu immigrantlar davlati, bu o'sish davlati. O'sha uchun bu hamma aytaman, Amerika hamma uchun emas. U ichingda bor, oloving bo'lsa bor Amerika. Lekin oloving bo'lmasa, boshqa joyda ham qilsang bo'ladi. Lekin Amerika bir qancha jinnicha bir anuda, juda agressivniy joyda. Uni lekin Amir Temurday olmasangiz, boz deb olmasangiz ola olmaysiz-da. O'shaqada bosh kerak faqat. O'shaqa bir davlat. Shuning uchun Frank deb qo'ydim, o'sishimda. Bosyapmiz. Bosyapmiz desa, bosyapmiz. Yaxshi. Ajoyib. Farhod aka, haqiqatan mana 3 kunmi, 4 kun bo'ldi Toshkentga kelganingiz. Birinchi taassurotlaringiz qaysi klublarda, qaysi ishlarda bo'lyapsiz, nima o'zgarishlarni his qilyapsiz, nimasi yoqyapti, nimasi yoqmayapti? Bilasizmi, o'rtada bir 15 yil bo'lmadim O'zbekistonda. Endi men shu yangi O'zbekiston kelgandan keyin qanaqadir kulturniy shok bo'ldi-da menda. Endi gap burtirishda emas, o'zimni boshqacha his qilyapman. O'zbekistonda, Toshkentda hozir ko'ryapman, Qarshida, Samarqandda, Buxoroda bo'ldim. Endi hamma joyda ingliz tilida. Endi to'g'risida kaf qilyapman-da. Shuni ko'ryapman, hamma joyda Park City, Copy Center, u bu. Men deyman, tavba deyman. Qaq kelib qoldim. Qaq kelib qoldim. Kansas emasmi? Bu haqiqatan iblasmi bitta narsa bor. Bitta logotiplari ham bor. Ismlari ham такой четкий ismlar. Bunaqa uzun emas, такой раз catchy-da. Men hayron, bu degani bizani yangi O'zbekistondagi sharoitlar shunaqa qilyaptiki, что odamlar bor, ongi o'sha мировой uringa chiqyapti. Endi bu men uchun qanaqadir culture shock-da. O'sha uchun men vatanimda qaniydir rediscover qilyapman o'zim uchun. Endi o'sha uchun, конечно, nima deydi, shunaqa plyuslar ko'ryapman. Minuslarni gapirsak, yo'llar, конечно, peshxodlarga berishmaydi. Yo'l berishmaydi. Menga ko'paytlari qilaman-da, aytaman, bolam ushlab turadi, o'taman deydi, hech kim to'xtamaydi-da. Menga o'sha uchun bir holim aytibdi. Kultura peshxoda bor-u, ko'proq mana bu yamalar bor, qanaqadir bu ariqlar bor. Suv yo'q, ariq bor. Hamma joy teshiklar, o'shani yopib tashlash kerak, odamlarga yuradigan joy qilib qo'yish kerak. Endi bu men ko'rganim aytaman, lekin bu konstruktivniy bir qanaqadir kritisizm. Lekin O'zbekistonda shuncha yuribman, shunchalik ko'p pozitivda. Endi odamlarda ko'zida ko'rib turibsiz, hunger bor-da. Hunger bunaqa emas, u dunyoviy hunger. O'sha bir narsalar, ideyalar bor. Bilasizmi, qanaqadir boshqa. Men bitta savol, hozir gapingizda men 15 yil kelmaganman dedingiz-ku.
Endi eski davrda adashmasam u qo'rquvdan bo'lgan. Qo'rquvga nisbatan kelmadingiz deyli-ku. To'g'ri. Lekin sizni hozir bu ko'rsatuvni butun dunyodan ko'radi-da. Sizdagi butun dunyoda o'zbeklar ko'p-da. O'sha qo'rquv hali ham davom etayotgan fikrlikda yurgan odamlar ham bo'lishi mumkin. To'g'ri. O'zingizni ochuv fikringiz, mana hozir keldingiz, 15 yildan keyin keldim, o'zgarishlarni ko'rdingiz. Bu siz bilan tasdig'ini topadi-da. Butun dunyodagi sizdagi o'zbeklarni O'zbekistonga kelib turib ko'rish nima effekti berdi? Ya'ni ochiq. Ochiq. Endi bilasiz, bu narsa qiziq, to'g'ri aytasiz, siz mana bu ko'p o'zbeklar bor, bizda O'zbek klub bor. Mana oldin O'zbek initiative bor edi, undan keyin Global Uzbek Council bor edi, Otabek Nazirov bilan, o'rtog'imiz bilan. Bilasizmi, bizda eski O'zbekistondan kelib turib qo'rquv qolib ketganda. Blok bor, travma bor. To'g'ri aytasiz, travma bor. Shu travma, детская travma deysiz, молодежный travma deysiz. Endi men hozir kelyapman, Hasan aka taklif qildi, Amerikada qarang, odam bilasizmi, intellektual bo'ysizmi yo kallama-kalla avatarga o'xshab stikovka bo'lib qoldi. Ya вроде odamni bilmayman, lekin shunday glub bo'lib qoldi-da. Shu nima dedilar? Men aytdim, Hasan aka keling dedim, klubga bir O'zbekistonga rivojlanishlarni ayting deb chiqdilar. Keyin bu kishi meni taklif qildilar. Mana kecha oldin kuni M Factorga chiqdim. Bizmaylar keldi. Kecha bo'ldi, bu klub bo'ldi. Kafe. Endi meni stilim sal неортодоксальный degani bir nestandартный da. Jaydari deysizmi? G'ir takoy borni aytaman-da. Hayron qoldim. Shu aytayotibman, odamlar lekin xafa bo'lgani yo'q. Bu stilimda tushunishadi. Xafachilik yo'q, ochiqlik, o'sha svoboda bor-ku deydi. Shu O'zbekistonda hozir bu svobodani his qilyapman shuni. O'sha uchun men ko'p o'zbeklar mana Afrikada bo'ladi, Amerikada bo'ladimi, kelinglar. To'g'risi aytsam, men hozir o'ylab turman, O'zbekiston hozir renessans bo'lyapti. Endi hozir mana prezident Tramp bilan Mirziyoyev strategik partnerlik qilyapti. Men naborot za улучшение отношений duz bo'lish kerak. Hamma bilan duz bo'lish kerak. O'zbekona duz bo'lish kerak. Rossiya bo'lasam, Amerika bo'lasam, любой bilan duz bo'lish kerak. Xitoy bilan, chunki o'zimizda DNAmizda bor-ku, bizlar baribir ham hamma bilan duz bo'lishimiz kerak. Bizda urf-odatlarimiz zo'rda. Her kirmasam kulib qilishadi. Relationship attitude'lar zo'rda bizda. Hurmat izzat zo'rda. Поэтому, конечно, men uchun O'zbekiston bu yangi O'zbekiston. Hozir ko'p narsaga borib turman, mana klublarga borib gaplashyapman. Shunaqa odamlar, shunaqa qizlar, bolalar va o'sha fikrishi ham boshqacha, o'sha bu eskicha O'zbekiston emas, bu absolutno svobodniy-da. Absolutno bir svobodniy. Aeroportga kirib ketganingizda hech qanaqa muammo bo'lmadi-mi? Aeroportda ishonasizmi, bir 30 sekund bo'ldi-da. Shunday bir breeze deydi, breeze. O'zbekistonga keldi. Breeze bo'ldi, gapirmay вообще. To'xta turinglar, adashib qoldim, orqaga hech ketmaysiz. Borda, u yerda bordi. Bir narsa bo'ladi, mana tekshiradi, nima savoli bor. Shuna bo'lib kamera qarang, rahmat, xush kelibsiz. Buni masala yo'q. Shunda bor formada odamlar qo'rqaveradi, mazin qotiradi. Keyin yana men aytdim-ku, kecha bitta uchrashuvda. Ota-onalar uchrashsa-da, bolalarni aqd paymon qilmoqchi bo'lsa. Bolalar uchrashmasa, bolalarda risk bor-ku. To'y bo'laman, bo'lmayman. Bugun bolalar uchrashadigan fazaga keldik. Oldin davlatlar uchrashyapti. Davlat rahbari bular bilan uchrashyapti. Men baribir borganda ular bilan ishlamayman-ku. Bular bilan ishlayman. Bular hali ekspertizasi bor, reytingda balandpasi. 1+1 qilaman. Menda pul bor, ularda tajriba bor, menda mablag' bor, ularda imkoniyat bor, fursat bor. Buni qilaman deydigan ko'prik kerak edi. Siz mana hozir qanaqa ambitsiyalar, hali ham ekstazda yuribsizmi yo sal uspokoysa qilyapsizmi? Juda yaxshi savol berdingiz. Hozir o'sha ekstazdan o'tib, o'sha realniy proyektlarni aniqlayapmiz. Siz bilan hozir gaplashdik. Men siz bilan gaplashdik kecha bu klubda ambitsiyalar bor. Chunki bilasizmi, endi davayt realniy gapiraylik. Baribir ham Amerika bilan do'st bo'lishimiz kerak. Amerika bilan yaqinlashishimiz kerak. Amerikani tajribasini olishimiz kerak. Amerikani juda katta potensiali bor. Menga qarangda, men ham bir oddiy joydan chiqqanman, lekin shu Amerikani nonini, tuzini yeganman.
o'sha Amerikani madaniyatini olganman, praktikasini olganman. Siz ham shu yerda o'qigansiz, siz ham ko'rgansiz dunyoni. Bu bilasizmi? Bilim u nol men uchun. Bilim bor-ku, menga yoqmaydi. Unaqa o'qiydingmi, Angliyada, Amerikada lekin tajriba bo'lish kerak, tajriba. Bu tajribani O'zbekistonga endi olib kelish masalasini qo'yaman. Lunda. Endi men sizga aytdim, birdan shu filialni ochish, developersga ishlarni olib kirish, lekin developersga ishlarni ham bor-ku. Endi xafachilik emas, O'zbekon emas. Miravoy shunaqa bo'lish kerakki, odam bor-ku, Xitoydan keldimi, shuni binoyizda ko'radi-yu, Instagramga oladigan bo'lish kerak. Bu Instagram Miami'da emas, O'zbekistonda bo'lish kerak. Street art uslublarida Miami'da yurgandek. Waynewoodda. Men o'sha uchun men demoqchimanki, o'sha men ko'rgan, men shunaqa investorlar bilan Amerikada ishlab, struktura mana real estate lan developerslarni ko'rib turib, shuni O'zbekistonga olib kelmoqchiman. Endi bu bo'ladimi yo'qmi? Xudo biladi, lekin planimiz shu. Qalbga solgani bu. Hali kecha bu kafeda aytdilar-ku, bosish kerak dedilar. Yo'q, rostdan, ya'ni men bitta tasdiq beraman sizning fikringizga. Bizda o'sha IELTS imtihoni topshiradi-da. 22 yil hech kim IELTSdan 9 olmagan-da. Endi qarang. Bittasi oldi-ku, qilish kerak mumkinligini ko'rsatib berdi-yu. Hozir haftasiga 9 chiqyapti-da. Bu nima degani desa, sizdagi odamlar, chet elda yurgan odamlar, qilsa bo'lar ekan dedi. Katta kalibrni ko'ra olgan odamlar bittasini ko'rsatib bersa bor-ku, даже tasavvur ham qila olmaysiz bolalash. Bolalaoliydi. Bunga sababchi bo'lishingiz kerak. Keyin men ikkinchi narsani hozir ko'raman gaplarida. Azizlar, siz ham bugungi suhbat jarayonida nima insaytlarni yo sizni talqingizda qaysi jihatni kashf qildingiz? Nimani o'zingiz uchun qabul qildingiz? Nimani boshqa muxlislar siz ko'rmagan ko'rgan narsani ko'rmadi, insaytlarni albatta yozinglar. Qarang, Amerika bilan ishlashimiz kerak degan narsani Amerikaning hokimi kelib aytmayapti. Amerikaning premyer ministri, tashqi ishlar vaziri yoki mamlakatdagi elchisi aytmayapti. Amerikada baraka topgan odamga biz ishonmaymiz. Xuddi shunaqa siz kelib O'zbekistonda baraka topgan odamlar bilan ko'rishsangiz, o'sha bu yerdan hokimi borganning o'rni boshqa. Tashqi ishlar vazirligining borgan o'rni boshqa, elchining o'rni boshqa, profession muvajjahning davlat rahbarini borganida juda katta ledakol sifatida o'rni boshqa. Kim bilan ishlayman degan savolni, mana shu agar biznesmenlar bugun kayfiyati bo'lsa, demak, nimaga qarasangiz o'shani topasiz. Biz Amerikadagi biznesmenning kayfiyatini topsak, ribaka vididizdalikka, guli-guliga tushganlar bosish kerak, bosamizlar o'taveradi. Chunki Amerikada tajriba bor, Amerikada pulga resurs bor, Amerikada salohiyat bor, imkoniyat bor, bu yerda ekspertiza bor. To'g'rimi? Bu fikrga men bir narsa ayta olaman. Tarixdan 1000 yilni olsam ham, 1000 yillik tarixda har bitta hokimiyatda ham, har bitta prezidentda ham faqat tadbirkorlar jalb qila oladi. O'shaning uchun faqat biznes bu narsani talqin qila oladi. To'g'ri. Va mana bundoq qilib efirga chiqish bu brend bu ishonch. Biz Amerikaga siz orqali ishonchimiz oshgandek, siz O'zbekistonga ishonchingizni yorqin tasdig'ini qizim sizga aytaman, kelinlarim ko'rsin qilib dunyodagi o'zbeklar ko'radi. Acho разве так можно было deydi. Shuning uchun o'ylagan, o'yiga yetguncha sizga o'xshagan gazini bosadiganlar ishini bitiraveradi, davom ettiradi. O'zbekistonda nima salohiyat ko'ryapsiz? Nimani bosishimiz kerak? Bilasizmi, shu fikrda kakras ukamdan ham so'radim. Men aytdim, Muhammad dedim, qanaqa proyektlarni olib kirsak bo'ladi-da. Mana siz bu klubga bordingiz, N-Factorga bordim. Biznesmenlar bilan gaplashyapman. Siz IELTS'ni olib kelgansiz. Va men aytdim, o'sha siz o'sha Amerikada o'qib turib, shu tajribani olib kelgansiz-da. Keyin dedingiz, to'g'rimi? Menga bir qanaqadir opening beryapti-da, ochiqlik beryapti-da. Bu degani, men siz bilan mana bu Hasan aka bilan Amerikada uchrashgandan keyin, ko'zma-ko'z bo'lgandan keyin bu kishi aytdi, aka, keling O'zbekistonga bir qilmasangiz bo'lmaydi. Siz bizga keraksiz, bir konkret bir kontakt qilaylik. O'sha uchun men nima demoqchimanki, imkoniyatlar juda ko'p. Amerikadagi katta nufuzli kompaniya proyektlarini va experience'larni opitlarga olib kelishimiz kerak. Endi bitta narsasi, kecha Webster universitetiga leksiya berdim. Bilasizmi, kayf qildim. Bilasizmi, mana hozir aytaman, boshqalarim kelyapti. Nima uchun bilasizmi? Bu kelajagimiz, men ko'zga aytdim. Sizlar bilasizlarmi? Dedim, sizlar qanaqa baxtli insonsizlar dedim. Biling dedim.
I'm jealous dedim. Man anuman dedim. Rashk qilyapman. Rashk qilyapman, oq rashk qilyapman. Man o'sha vaqtida 96-yilda havas qilyapman. 96-yilda bitta Malaziyskiy bo'lardi. Malaziyskiydan keyin bizning MB fakulteti bor edi, ingliz tilida. Mana o'sha produktman. Qarang, o'sha vaqt qilingan narsa. Ekilgan. Aslida SNGda yagona realni amerikanskiy kampus ochilgan, Rossiya, Ukraina, Qozog'iston, O'zbekiston ochilgan. Endi для меня boru, aytdim, mana biza. Kechirasiz, mana biza. Endi boshish kerak. Men masalan aytdim, dedim, uxlama dedim. Hammaga aytdim, uxlama, nolanma. Don't be a nagger. Nolanma, anu qilma. Boshish kerak. Sizlar shunaqa baxtli insonsizlar dedim. Sizlar shunaqa sharoitda turibdi dedim. Ko'zga qarayman. Men aytdim, sizlarni kompyuter bo'lib ketgan kalla. Lekin ana bitta narsasi ham bor. Bilim bor o'qish, faqat kitob o'qish emas. Bu social elementi bor. O'sha campusga yuraman Websterda. Ko'rsangiz bor, student governmentlari bor, qonunlari bor, professorlari keldi. Men bilasizmi, kayf qilaman bunaqa joylarda. Nima uchun bilasizmi? Biz hammamiz o'lib ketamiz. Biz nima qoldiramiz kelajagimizga? To'g'risi bolalarimiz mayli. Bular ham bolalarimiz, boshqa oblastdagi bolalarimiz. Bunaqa men jiyanim o'qiyapti Websterga, bilasizmi? Men savol so'radi. Qaysi universitetga boray? Men aytdim, bitta universitetga borasan. Amerikanskiy universitetga borasan. Nima dedim? Chunki ichidagi boru nafaqat bilim, Nachinka. o'sha social elementi boru, shunaqa rivojlangan, qarab turibman. Qizlar bolalar birga gapirib, shunaqa bir kampusda ketyapti-da. Men shuni bor Amerikaga ko'rib turib, shaq ko'rdim. Keyin kecha Green universitetga ham bordim. Endi bu Green universitet shunaqa yangi binoga leksiya berdim. Shunaqa bir bolalar, qizlarni ko'rdim, studentlarni. Endi men o'ylab turibman. What the heck is going on dedim-da. Bu nima bo'lyapti bu? Bir qanaqadir renessans, образовательный renessans bo'lyapti. Qayerga bormasam yoshlarda olov bor. His qilyapman. Men bitta narsa aytaman. Bu yangi O'zbekiston men uchun qanaqadir kashfiyot bo'ldi. Endi buni to'g'ri aytsam, to'xtamaslik kerak. Buni bori yanada push qilish kerak. Yanada tortish kerak oldinga. Orqaga qarash yo'q. Faqat oldinga ketish kerak. Ruschada zo'r ibora borda, не надо очаровываться, чтобы не разочаровываться deydi. O'ta bir maftun bo'lmaginki, ertaga anaqa bo'lib qolmasligi uchun, tushkun bo'lmasligi uchun. Nimadan razочароваться qilib qolishi mumkin sizga o'xshagan kelganlar? Hali правильный upakovkadan keyin ichida nachinkada shaltog'ini ko'rsa. Qaysi shaltoqlar sizga o'xshagan odamlarni kelishdan cho'chitadi? Bilasizmi, Winston Churchill da gapirgan. Bitta ishni qilsang hozir qilganda, action this day deganda, o'sha uchun biz hayotimizda farqi yo'q. Amerikada bo'lasan, O'zbekistonda bo'lasanmi, har bitta odamda, inson, student bo'ladimi, bitta qishloqdagi odam, предприниматель bo'ladimi, kallasida g'oyalar bor. Proyektlar bor. Uni bor hozir qilish kerak. O'sha uchun har bitta unga aytaman, hozir g'oyang bormi? Bugun qil. Erta qilma dedim. Ertani Xudo biladi. Analysis paralysis deydi. Ko'p o'ylasang, o'rtada ota-onang ham yaxshi tarafdan, bolam nima deydi, nima qilasan qilib, charchatma o'zingni deb, seni yaxshi ko'rib yo'lingdan qilaveradi. Kerak bo'lsa, akang kerak bo'lsa, opang kerak bo'lsa, o'rtog'ing ham kerak bo'lsa, negativni bir qanaqadir bo'lishi mumkin-da, yo'lingdan qilishi mumkin. Va nima demoqchimanki, odam bor-ku, intellektual guess bo'lish kerak, calculated guess deydi. Bir sal nima deydi, 7 marta o'lchab, 1 marta qil deydi-yu, o'sha 7 marta o'lchab emas, 3-4 marta o'lchab bir sekund qilish kerak-da, bosish kerak. O'sha tavakkalga bosish kerak. Chunki hayot bor-ku, eksperiment. Гипотеза. Вообще гипотеза. Отношения с женой тоже гипотеза. Отношения с женой — это эксперимент. Hayot aytib bo'lmaydi ertadan. Hayot o'zi eksperiment. Eksperiment. U odam aytadi, garantiya. Men dedim, o'zimga garantiya bermayman. Tavba dedim. Qanday bu garantiya beraman? Bunga garantiya yo'q. Mana hammasini ishda o'tiribdi. Garantiya yo'q dedim. Nima uchun garantiya so'raysan? Men xotinimga garantiya beraman, sayga beraman, o'zim beraman. Dedim, Amerika o'zi garantiyasiz deyapman.
Farhod aka, men hozir bitta gapingizga kontrargumentim bor. Bo'ldi. Siz aytdingizki, bilim nolga teng, harakat qil, bos degan fikrni berdingiz. Lekin tarixga qaraymiz-da. Tarixgacha uzoq bormaymiz. 102dan olamiz. Siz Qashqadaryoda o'sdingiz, Qashqadaryoda tug'ildingiz va o'sha yerda anaqa qildingiz. Ya'ni o'qidingiz, universitetga kirdingiz. Adashmasam, o'sha yo'l bilan Amerikaga bordingiz. Hozir bu bilim nolga teng deganini bizani bolalar qanaqa ko'radi desangiz, ana Zuckerberg ham o'qish tashlab ketgan, palonchi ham o'qish tashlab ketgan deb o'zini darajasini u odam bilan solishtiradi-da. Bu xatoligini siz bilasiz. Masalan, menga hozir Farhod Murodov kelib turib, men Kolumbiya universitetini bitirganman, men equity capitalni boshqaraman degan fundamentni istoriyasini gapirmasa, men Qashqadaryodan keldim desa, o'ta yaqin deymiz-da, biz. Tushunsa, to'ysiz. Bizani ko'rayotgan odamlarga o'zi qaysi yo'ldan yurdingiz-u, qayerga chiqib bo'lgandan keyin tajribani bilimdan ustunligini ko'rsatyapsiz. O'sha narsani aytib qo'ymasa, bu yerda odamlar anaqa noto'g'ri tushunadi. Bunaqa qiladi, mana bilimsiz yo'q, bilimsiz emas. To'g'ri. Uni evolyusion yo'llari bor, o'zingiz qilgan. Umid, endi bilasizmi, bizada ko'p fikrlar bo'lyapti qisqa davrda, lekin o'zimni tushuntirib berayda. Juda yaxshi aniq qildingiz. Birinchidan, men sizga aytaman, men o'zi Qashqadaryodan, bitta kichkina bir shahardan chiqqanman-da. Shu Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida, ana fakultet, Nijrod biznes fakulteti ingliz tilida bo'lgan, shu maqsadda kelganman. Nima uchun? Xuddi siz aytganingizdek, o'zim uchun bilim olish. Bilim kerak. Men siz aytgandek Mark Zuckerberg bu juda ekstremal bir 0.00% case'larda menga ishonmayman, to'g'risida. Meni bilim, nabarot bilim olsangiz, men o'sha Toshkentga kelganman, keyin qaradim, Umid fondiga topshirganman, o'ta olmaganman. Chunki men ham Amerikaga boray, Angliyaga boray deb Amerikaga borishga harakat qilganman. Nima demoqchimanki, men yoshlarga nima deyman? Обязательно o'qish kerak, bilim olish kerak. Chunki hozirgi zamonda bilim olmasang yutolmaysan. O'sha menga tajriba berdi, Wall Streetda kompaniyalar, nufuzli kompaniyalar ishlagan. O'sha kechirasiz, Kolumbiyaga o'qiganim uchun oldi uni. Birinchidan, ikkinchidan, lekin bitta narsa bor. Kolumbiya menga faqat intervyuga taklif qilib, menga imkoniyat berdi. Lekin intervyuga shuni kelsam, oldimda MIT ni bitirgan opa turibdi. U PhD, doktorant, finansviy injener. Mendan ham zo'r, 100 barobar zo'r. Lekin qarang, Goldman Sachsda intervyuda o'tiribman. Men deyman, tavba dedim. Dedim, New Yorkda Goldman Sachs. Endi bunaqa dunyoning eng nufuzli kompaniyalaridan intervyuda o'tiribman. Qarang. Endi bilasizmi? Bu zo'r o'qisang, zo'r universitetlarda o'qisang, brendskiy universitetlarda o'qisang, sani boru ishini ochib beradi. Lekin o'sha intervyuda boru biliming, odamgarchiliging, xaraktering, xarizma, soft skills, qanday yechimlarni biladiganini o'sha boru diplom rishad qilmaydi. O'sha o'zing rishad qilasan-da. Shuning uchun nima demoqchimanki, haqiqatan ham bilim o'qish kerak. To'g'risida, men, например, Kolumbiyaga kelganim ham sababi faqat New Yorkda bo'lish, o'zimga shu brend olish. Lekin to'g'risida ham образование, качество Kolumbiya bo'ladimi, boshqa amerikanskiy universitet bo'ladimi, teng почти. Lekin brend. O'sha brend lekin haqiqatan ham bor. U hech qanaqa отрицание yo'q. Haqiqatan ham bu brend kerak. O'sha uchun men kecha bordim universitetlarga, men aytdim, bolalar, qizlar dedim, Green universitetga, Webster dedim, mana bir ikkita universitetlar boshqa. Men aytdim, biling, sizlar shunaqa bir baxtli insonsizlar dedim. Sizlar Amerikaga borish shart emas, $60,000 ga. Mana shu yerda Amerika o'zi kelib turibdi. Mana shu mirovoy o'qishga kelib turibdi. Shuni borib использовать qilinglar dedim. Sizlar bilasizmi qanday? Sizlar nufuzli resurslarga egasizlar dedim-da. Поэтому haqiqatan ham, например, to'g'ri aytasiz, bilim kerak, juda bilim kerak. Bilim kerak. Men ham juda ko'p o'qiganman. Kecha bu kafeda o'sha o'zini bosib olganlar bilan bosing degan odamlar uchrashib bo'ldi. O'zini bosib olganlar degan o'sha holatni ko'rib, o'sha efirga o'tib nima qilgan. Biz есть поколение, которое знает, что это не работает. Приходит человек, который об этом не знает. Но у него работает, dedi.
sizga o'xshagan odam kelyapti-da, ichida energiyasi bor. Ular oldin ana filni betonga bog'lab qo'ygandagi bloklar bilan u ishlamaydi deyapti. Siz nima salohiyat va nima imkoniyat ko'ryapsizki, mana Amerikadagi bir vatandoshimiz sifatida salohiyati bor, tajribasi bor, resursi bor, imkoniyati bor, nufuzi bor, O'zbekistonga kirib qanaqa salohiyat ko'ryapsiz. Va u salohiyat amalga oshish uchun nimalar kerak bo'ladi? Qanaqa mexanizm? Tajriba kerakmi, ekspertiza kerakmi, partnyor kerakmi, investor kerakmi, bu sohani biladigan odam kerakmi? Shu bu yoqdagi ikkita tomon bir-birini birlashtirib, yana bitta mexanizm orqali yangi loyihalar aylanishga. Bilasizmi, men tarafdorman ikkita narsaga. Ko'proq Amerika tajribasini beqob kelish. Amerika. Bu degani mana bu finans sohasidami, ishbilarmonlik sohasidami, risk olish sohasidami? Endi ishonasizmi yo'qmi? Amerika baribir risk davlatida, riskni yaxshi ko'radi davlat. Tavakkal bosib yuradida. Endi bu davlat shunchalik anuki noto'g'ri ideyani o'zi yo'q. Главное uni upakovka qilish kerak-da. Shuning uchun buni upakovka qila olmasangiz boru, hech kim olmaydi uni, bilmaydi-da. Shuning uchun Amerika bir o'sha Amerikani mindseti bor-ku. Endi men shuning uchun frank bo'lganman Amerikada, chunki men Amerikani yaxshi ko'raman. Amerikani juda yaxshi ko'raman. Chunki Amerika meni juda upside down qilib tashlaganda, bu transformatsiya polni transformatsiya qilaman. O'shuning uchun men o'zbeklarga, qizlarga, bolalarga, Amerikada o'zbek qizlarga borib, qancha yordam beraman. Nufuzli kompaniya, mana Alisher ministr, yoshlar ministri aytdi-yu, nima uchun o'zbek bolalar, qizlar Google'larda, kompaniyada ko'p ishlamayapti? Chunki ular bor, uni bizdan bolalarda, qizlarda salohiyat bor, lekin mentorlik yo'q-da. Yana bitta narsa bor, qarang. Menga bitta komanda ayting, dunyoda bitta komanda ayting, chempionatni prosta yutib olgan best treneri. Best treneri. Yo'q unaqa komanda. Dunyoda yo'q. Любой komanda chempionatni yutaman desa, trener bo'lishi kerak. mentor. Biznesda ham trener bor. Mana shu men M-Factorga bordim, anunga bordim, bu klubga bordim. Men не то что говорю, наоборот, man делиться qilyapman, chunki все возможно. Man qilsam hamma qila oladi. Men bir qanaqadir anonim yo'q bilan kallamda bir Sen different kelyapti-da, yangi qonda. Absolut yangi qon, yangi fikrlash, lekin bitta narsa bor, menda filtr yo'q. Borni aytaman, chunki meni hayotim, meni ishim, meni klientlarim bor-ku, shunaqa bir konkretniy filtr yo'q-da. Borni aytadi. Lekin Amerika muhudonishga no bullshit deydi-da. No bullshit. Lekin shu mentalitetda, shu ishbilarmonlikda, shu prosesslari ham bor. Unaqa ABCD, italyancha aytadiku, piano, step by step. Hammasini shuni olib kelmoqchiman bu yoqqa. Chunki bu bizga mindset kerak bu. Endi bilaman, bir ikkita odamlarga yoqmasligi mumkin. Bu agressivni bu. Menda bor-ku, nol negativizm. Bu faqat love, positivity, mening negativizm. Haqiqiy professionallik mashhurlik emas. Katta gapirish, chiroyli ko'rinish ham emas. Haqiqiy professionallik ilhom kelishini kutib o'tirmasdan bosish. Ishiga mas'uliyatli bo'lish. Qanday bo'lmasin, muammoni kesish. Bo'laveradini yo'qotib, doimiy o'z ustida ishlash. Ishni o'z vaqtida qotirib qo'yish. Eng muhimi, zo'r ish qurollarini tanlay olish. EPA ishi bilan yonadiganlar tanlovi. Hozir bizda o'sha ya'ni tanqidiy fikrlash emas, aynan aytganingizdek negativ fikrlash katta bo'lib ketgan. Shuni qanaqa to'xtatsa bo'ladi? This is $1 million question deydi. Agar mandan undan ko'pini kuting, hozir milliard ko'taman lekin. Gap yo'q. Bu zo'r savol. Rasman. Aytayman, O'zbekiston bu bitta komandada, vatanimiz 40 ta millionda. Bizda siz liderlar ko'p. Bizda ko'proq shu odamlarga mentorlik, coaching qilib kerak edi. Bizda u sovet davrida qolib ketgan, bizda coaching yo'q. Endi men bitta narsa, men
bitta narsaga anaqa qilaman. The moment you start learning, the moment you die. Вот момент, когда ты остановился учиться над собой, момент, когда ты умираешь. Men 46 ga kirganman. Haligacha kitob o'qiyman, haligacha o'zim uchun razryad qilaman. Chunki men bilmaganim protsessda mana Hasan aka bilan tanishdim. Уже qanaydir masala o'rganyapman. Siz bilan bir narsa aytyapsiz, men O'zbekistonga kelgan aytdim. Wow, интересно. Значит, protsessda ketyapti. Значит, O'zbekiston to'xtamayapti-da. Bu degani bu men uchun o'rganish. Ya'ni negativizm. Bitta narsa bor-da. Hayotda bor-ku. Negativizm pastini bo'ladi, har doim bo'ladi. Uni olib qo'ymaydi. Kechasi xotiningizdan ko'p paytlar negativizm qiladi. Unaqa bor-ku, undan xafa bo'lmaslik kerak. Chunki uni fikr boshqacha. O'sha uchun bor-ku, ana bitta qo'ldan tikib, ikkinchi qo'ldan qilish kerak, pat bosish kerak. O'zingnikini bil. O'sha uchun go'batlar ota-ona ham aytadi, bolam charchading-a, bolam charchading, ertalab soat 5 ga turyapsan, sportga boryapsan, u bu qilyapsan, juda o'qiyapsan, juda o'zingni qattiq ishlayapsan, o'zingni aya. Ota-ona yaxshi ko'rishdan aytadi senga. Lekin bu ota-ona bor-ku, ichida bilmaydi, bu sen to'xtab qolyapti. O'sha uchun o'zingni ayama. O'sha uchun bir qanaqa nikosovniy negativizm takoy ushlaydi-da. O'sha uchun meni anonim negativli odamlarga telefonni ko'tarmayman, javob ham bermayman, uchrashmayman. Chunki bor-ku, meni vaqtim shunchalik zich sizga o'xshaganda, qarang, u kuniga 24 soat bor, to'g'rimi? 24 soat qarang. 24 soat bo'lsa, mayli 8 soat to'da uxlaylik. 16 soat qolibdi-da, примерно-da. 16 soatning ichiga 10 soati bor-ku. Ishda 6 soat qolyapti. 6 soatda 4 soat yoki 4 soat 3 soat anunga oilada bolani olib kelasiz, u telefon anunga, har xil anunga, swimming, taekwondo, karatega borasiz, futbolga olib kelasiz. 3 soat bor, o'ziga qolyapti. Shu 3 soatda bor-ku, o'rtoqlar bilanmi, tanishlar bilan o'tkazasiz. Shu 3 soat bor-ku, ни в коем случае toksичный, negativni odamlar bilan mumkin emas. U bor-ku, musir qiladi hayotingizda. Chunki o'sha bor-ku, 10% vaqtingiz qoldi-yu, bu 90% apetit qiladi. Chunki 90% bor-ku, o'sha zakonomerniy. Uni iloji yo'q, oila bor, bola bor, ish bor, uxlash kerak. Lekin mana 10% vaqtingiz ни в коем случае negativni odamlar bilan mumkin emas. O'sha uchun odam ajratsang, millat emas, din emas, yoki turishing emas. O'sha odam xarakterga qarab ajratsang, yutasan. Men ajratamayman. Nima uchun? Negativ bo'lsa, boshqa. Chopamiz-da. Chopadi. Men bitta savol, mana men o'zi kutayotgandim. Amerika kapitalizmni eng cho'qqisi strategiyasida. Kapitalizmda katta bo'lgan, o'sgan anaqa bitta strategiya bor. Qaysiki ojiz odamlarni bespashshatniy deydi-yu, ya'ni ojiz odamlar harakat qilmasa, pozitivniy bo'lmasa, o'ldirib yuboradi. Vot. To'g'ri, davlat siyosati bo'ladi, ularga qaraydi yoki boshqa qiladi, lekin bizda ham O'zbekiston ham hozir kapitalizm strategiyasiga o'tganligi uchun u negativni yaratish uni tirik qoldirmaydi-da. Mana shu rosa o'zingizning tajribangizdan shu fikrlarni aytib o'tsangiz degan holatni xohlayotgandim. Sababi ko'p negativda hozir ko'ramiz-da, yozayotganda uni ko'ramiz. O'sha aytayotgan 3 soatingizni o'shanga sarflayotgan insonlar bor-da. Bilasizmi, bitta aytaman. Bu negativizm bo'lish kerak. Sizni yomon ko'rgan odamlar bo'lish kerak. Sizni yomon ko'proq odam yomon ko'rsa, bu degani siz yutyapsiz degani. Chunki bor-ku, top 10, top 10likka prosentga kiraman desangiz bor-ku, bu degani bor-ku, 90% yomon ko'radi sizni. 90% mayli 80% yomon ko'rsa, ma'lum ko'rishga bosish kerak. Amir Temurga o'xshab. Qo'rqmaslik kerak. Bitta to'g'ri aytsam, atrofimizda odamlar negativizm, lekin konstruktivniy, critical thinking bergan odamlarga quloq solaman. Menga aytadi, Farhod, Frank deydi, "Manaqa emas, bu noto'g'ri" deydi. Aytaman, "Okey", hozir aytaman, "Okey, noto'g'ri ekan". Okey. Qarang, men hech narsa demayman. Aytadi, "Men emas, manaqa qilsang yaxshi bo'ladi" deydi. Chunki tushuntirib beradi-da. Mana shu konstruktivniy kritikizm. Men bitta narsa aytaman-da, men
qancha sizga hate bo'lsa, Nafrat. sizda yomon nafrat bo'lsa boru, bu zo'r olib kelaversin nafratini. Bitta narsa bor, bitta narsa. Men yora pesni qo'yaman. P qo'yaman. Nima uchun? Menda hozir bitta aytaman, men aytaman. Ты китаец deyman. Siz kitaysizmi? Bu o'zbek bu. Menga chorni desa, men o'zbekman deyman. Bu yerdan kiraman. Menga nima odam aytaversa, men ichimdagini g'ururim, o'zim bilganim bor. O'sha uchun men menga kraska, orange kraska taylasam ham yuvaman-da, ketaveraman dashi. Menga u vashi farqi yo'q. Qalbga yoqmas ekansiz. Bilasizmi uchun xafa bo'ldingmi, o'lding degani. Xafa bo'lma. Seni tufladimi? Bu bolani aniqmaslik kerak, ish qilmaslik kerak. Urmayman, vaqtingni, nervingni ham ketkazma. Nervi yomon narsa-da. Shuning uchun borib peyni qo'yorgin. Pashol na tribuku deyish kerak. Pashol. Akam gitarist, qarang, zo'r narsa boshqa yana masalani boshqa tomonga keldi. Esda bo'lsa bir tadbirda "Ey sen Boburlari tashlab ketgan yurt" degan she'r aytdim, hozir fursat bo'ldi. Telefonda qildim. O'sha yerda Boburlar qaytadigan davrda turibmiz. Hozir Rossiyadan Boburlar tashlab ketyapti. Qadr topmaganda. Qaysi bir dardingni aytib yig'layin, ey sen Boburlari tashlab ketgan yurt. Ilonlar, chayonlar siqqan vatanga sig'masdan ko'zini yoshlab ketgan yurt. Bir Bobur ketmadi, balki uningla buyuklar, dag'olar, nodirlar ketdi. Bu turkiy dunyoni bitta kaftida bor qilib turmoqqa qodirlar ketdi. Boburning belida olis yurtlarga Humoyun, Akbarshoh, Shohjahon ketdi. Balki Andijonda qad rostlaguvchi Orasul Atiqa Tojmahal ketdi. Bugun hamma Samarqandda, Xorazmda, Buxoroda bor nimalar, binolar Tojmahal Andijonda bo'lishi mumkin deyapti. Qarang gapni. Hayhotki Bobur Shoh yolg'iz ketmadi. Sarkarda, sipohu, saltanat ketdi. Jannat vodiylarni johilga tashlab, omadu baxt ketdi, e'tiqod ketdi. Sulton suyagiga vafo qilmasdan bir-birin go'shini yeyar bo'ldilar. Yog'iylar yayrashib murdor oyog'in Turkiston yuziga qo'yar bo'ldilar. Bugun Tangri bilmas bir yovuz yo'qo. Jayxun va Sayxunni simirmoqdadir. Manglayin sho'r bosgan bu turkiy zamin, yuragini qurtlar kemirmoqdalar. Lekin bu jafokash tuproq uzra ham umid chechaklari tug'ilmoqdadir. Farg'ona, Andijon, Samarqand shosh ilohiy bir nurga yo'g'rilmoqdadir. Bu she'rda na tashbih, na istiora, shikasta dilimdan iltijo xolos. Bu kun ham Boburlar tug'ilmoqdadir. Ularni avaylab quchog'ingga bos. Bugun yangi Boburlar qaytarib olib kelib, yangitdan to'kilganlarni o'rnini to'ldiradigan davrda biz. Xudo xolis. O'shancha ketgan Boburlar qancha Boburlarimiz bor-da. Juda ko'p. Shunga hozir bir qo'shimcha kelib qoldi-da. Qarshidan Farhodlar AQShga ketdi. Ana hay! Ismini o'zgartirib fraglar ketdi. Hozir umidimiz fraglar qaytib Farhod bo'lib O'zbekistonni rivojlantirgani keldi deydi. Joyiga kelsa nomzada umidimiz shu deydi. Na samom деле ko'pda mana bizaga teze qo'yilganda, hattoki mana shu o'tirishimiz ham sababi случайность не случайно. Furqat aka Sidiqov keldilar. Aka tadbirkorlar bilan uchrashuvimiz bor. Kelasizmi? Masala yo'q dedilar. Chunki bizaga davlat rahbari tashqi iqtisodiy munosabatlarda Amerika salohiyati bor, ko'paytirgin degan zadacha qo'yilgan. Qarang, zadachani ijrosini yorqin misoli bir paytlar elchixonaga borganda xuddi o'zim hali xijolat qilib kerak emas, odam his qilib kelgan. Uzoqda emas, yaqin orada.
o'sha elchixonaga borib xuddi hali aka bu xizmat bo'lsa xizmat qilinglar desam, xuddi hali noto'g'ri odam kelib qoldi so'rashma deb anaqa degan munosabat qilib, mayli o'zim adashib kelib qolman dedim. Vaholanki referalka bilan borgan paytimda. Mana ham shunaqa. Siz tushundingiz. Endi gap egasini topadi vaqt o'tib. Mana shu holat o'zgarmaydi, munosabat o'zgaradi. Mana kecha nimadagi elchixonada o'tirib aziz bo'lib berganingizda nima intervyum chiqadi shu kunlarda. U Farhod akam bilan vatandoshdagi mana elchini o'zlari keldi, tadbirkorlar bilan uchrashdilar. Tashqi ishlar vazirligining pozitsiyasi vatandoshlarga munosabat o'zgaryapti deyaptilar. Bu yoqdagi vatandoshlarimiz bilan ularni connecting people qilishimiz kerak deyaptilar. Hattoki shunchalik zo'r ishlaganini yorqin misoli tashqi ishlar savdo vazirligi, tashqi ishlar vazirligining ikkalasining mehnati va elchixonalarning ishi yonimizdagi qo'shnilarimiz bizga komplimentni qanaqa darajadaligini ko'rsatib ham qo'yishdi. Bizdagi yutuqlardan u yutuqni nimaga biz ola olmadik? Bir paytlar ham dog'dek bular nima uchun o'tib ketdi degani bu bizani hozirgi rahbariyatni qilayotgan ishiga va uni hatto biza his qilyotib samimiy aytayotganimizga. Hozir menga birov Toshkent telekanalidan, O'zbekiston telekanalidan maqtagin, yomonlagin degan joy yo'q. Dildan chiqqan narsa dilga yetib boryapti. Demoqchimanki, kontraktlarga yetaklar. Keldilar, uchrashdilar, samimiyatni ko'rsatdilar. Hasan aka, keling bu yerdan eksport salohiyatini oshirishimiz kerak. Men elchi sifatida nima qilib bering? Tashqi ishlar vazirligi nima qilib bersin? Kelinglar, men elchixonadan MITga xat yozay, MIT administratsiyaga yozsin, bu mana shunaqa marafonni tashkil qilinglar. Masala yo'q. G'oyalar qo'llab-quvvatlandi. Alisher aka Sa'dullayev ketdim, bo'ldi. Hamkor tashkilot sifatida hamma tashkiliy masalalar, moral material joylarga yetmagan joylarni biz hissa qo'shamiz dedilar. Tashqi ishlar vazirligi qo'shdi, elchixona qo'shdi, Enfaktor qo'shdi. Bugun bordik, mana davom. Bugun bu hech kimni mablag'iga bo'tgan yo'q. Hech kim pul berib, aka mana bunaqa maqtab bering degani yo'q. Va buni biz his qilishimiz ertaga minglab yoki 100 minglab prosmotr bo'lsa, 100 minglab boburlarimiz holat o'zgarmaydi, munosabat o'zgaradi dedi. Chunki dildan chiqqan gap dilga yetib boradi. Va situatsiya menaysa отношения. O'shaning uchun azizlar samimiy aytamiz. Biznes egalari sifatida shu jamiyatda, shu millatda fursat bor, imkoniyat bor, baraka topganlarning ichida yurgan odam sifatida aytamiz. Vali borib, telekanalda iltimos qilgan. Faqat nima deydi? Musaffo Osmon sifatida постановочный tekst yo'q bo'ldi. Mana biznes egasi necholishda win-winda bugun ekspertiza bor, bugun imkoniyat bor, bugun salohiyat bor. Sen boburlari tashlab ketgan yurt qaytish uchun zo'r fursat deymiz. Va bugun yangi boburlar shu yerda tug'ilyapti va ketgan boburlarni chaqirsa 1+1 11 qilish fursati bor. O'zbekistonni ko'ryapsiz, bugun zo'r pozitsiyada, geopolitikada, munosabatlarda, diplomatiyada, masalan, reformada biz hatto biznes egalari qisqon. Rossiyani ko'ryapmiz, Ukrainani ko'ryapmiz. Ularning pozitsiyasi jadal ravishda tushib ketayotgan paytda O'zbekiston SNGda emerging market nima dedilar? O'sha bunaqa dinamika bilan eng shiddat bilan o'sayotgan. Bu bizga nima imkoniyatlar ochyapti? 5 yil ichida, 10 yil ichida bu yana dinamika rivojlansa, nima salohiyat, nima imkoniyatlarga ega mamlakat, tadbirkorlar, millat, vatan qanaqa salohiyatdan foydalana olishimiz. Rasmiy ikkita narsa ko'tardingiz, aka, ikkita narsa ko'tardingiz. Ikkita narsani shunday aytaman. Birinchi masala bu boburiylar ketdi dedingiz-ku. Menga o'xshagan O'zbekistondan ketganlar juda ko'pda. Xafa bo'lib ketganlar. Ular xafa bo'lib ketgan, ular ranj bo'lib ketgan, disappointed bo'lib ketgan, razочарование qilib ketgan. Juda ko'p aqlli qizlar bola ketgan. Ular hozir Amerikada yashab, uy qurishgan, karyera qurishgan, har bitta narsa o'lim vodiysidan o'tib bo'lgan. O'sha shuni o'tib ketgan bolalari bor-ku, amerikanец bor. Men bolalarim hammasi o'sha Amerikada tug'ilgan, 3 ta bolam. Bilasizmi? O'sha bolalari ham katta bo'lib bor, katta joylarga kirib, o'sha bor-ku, kelmayman deganda, pozitsiyasi qattiq. Pozitsiya qattiq. Shu qanaqadir rashirovani otasidan, onasidan otganda travma bor, bu yoqqa kelmaydi. Meni bilasizmi? Mana bu hozir siyosat bo'lyapti-yu. Bu siyosat mana prezident Mirziyoyev bilan uchrashdim o'tganlar. Bunaqa pozitivni, ochiqlik, samimiyat, человеческие отношения, insonga munosabat
his qilasiz. 6 yildagi mana ismi bor shu o'zbek professional jamiyatda ega anuvlardan asoschilaridan-da Amerikada bir 20 yildan beri. Bilasizmi? Attitude boru, attitude. Munosabat. Absolutno yomon bo'lgan oldin. Shunaqa up and down da вообще hozirgi munosabat butun davlatdan boru odamga samimiy qarashadi. Sen shu ketibsan, sen nima qilyapsan Amerikada? Buni qilyapman bu. Ha, shuni qilyapsan, ha yaxshi. Bunaqasida davay birga ishlaylik. Bir qanaqadir samimiy mana shu masala bo'lyapti-da. Mana shu narsa unikal hozirda. Hozir bor mana shu narsa tarixiy narsa bo'lyapti. O'sha uchun mana demoqchimanki, o'sha iloji bo'lsa bir qanaqadir programmalar yaratishimiz kerak. Mana bu bilasizmi, Izraelda programmalar bor, bir qanaqadir summer camplar qiladi. Amerikanskiy izraelchilar uchun, yevreylar uchun, например, nima uchun vataningni unutma deydi. Qarang, o'shani ham boru, shunaqa summer camp qiladi, ingliz tilida qiladi. Chunki o'sha amerikanchilar, yevreylar anu tilni ivritda isdan chiqargan, amerikanskida ular. Lekin o'rtada o'zini tilni, madaniyatini sindiradi va tushuntiradi. U borib kampda 14 kun bo'lib borib ketadi-yu. Nafsigda connection bo'ladi-da. Mana shu ideyani boru, qilsak boru, bizda o'zbek qizlar, qora ko'zlar bor, aytda bolalar, nevaralar, chevaralar, bolalar bor. Yuboradi, ona vatanga yuborish boshladi. Va qarang, hozir to'g'ri siyosatda nimalar o'zgartirishi mumkinligini aytyapsiz. Men ChatGPTdan so'radim hattoki, siz US Uzbek klubni ochgansiz-da. Tahlil qilyapman o'zim. Masalan, eski davrda men ishonmayman. Ya'niki o'zbeklar bir-biri bilan ko'rishmaydi, bir-biriga yordam bermaydi degan narsa noto'g'ri siyosatda anaqasi natijasi. Chunki noto'g'ri siyosatda shunaqa bo'lganki, endi qo'rqmasdan gapiramiz. Sababi hatto samolyotda yoningizda odamga ishonmasdingiz-da, o'tirgan odam. Men o'sha rosta mana shu o'zbek communityga borib, Sumalaygami, oshgami, Navruzgami borgan rasmini qo'ygan uchun menga telefon bo'lardi. Aka, rasmini qo'yib birga tushganni 15 kun sutkada aeroportdan qamagan. Husan rasmga tushgan oshga bor. Mana bunga o'xshab. Meni chaqirishgan, so'roq qilishgan aka. Va o'sha paytda eslasak shunaqa. Endi negizini olsangiz bor-ku, yo'q, o'zbeklar bunaqa emas. Men ana chet elda yurgan o'zbeklarni yomonlasa bor-ku, yo'q, o'sha o'zgardi. Bu narsani o'zgartirish kerak. O'zbeklar birlasha olmaydi. Chunki siyosat o'zgardi. Siyosat hammani birlashtirishga olib kelyapti. Ya'ni prezidentimizning yangi siyosati. Endi hozir buni ko'ryapman, tahlil qilaman. Bu savol sizga, Farhod aka. 2017-yilda o'sha founder bo'lib US Club'ni ochgan ekansiz. 2023da registratsiyadan o'tgan. Hozir prosta ChatGPTning anaqasi. Nima maqsadda qilingan desa, o'sha o'zbeklarni qayta birlashtirib, voy baraka topkurlar. Biz kuchlimiz. Biz hamma narsani qila olamiz. Hatto u Amerikada bo'lsin, O'zbekistonda bo'lsin. Mana ko'ryapsiz, O'zbekistonning o'zida qancha klublar ochilganda. O'sha bo'yicha bir og'iz fikrlaringizni bersangiz. Bilasizmi, o'sha O'zbekiston 2017dan oldin qanaqa qiynalgansiz-ku, 2017dan keyin nima bo'ldi? Bilasizmi, Uzbek Initiative bor, Global Uzbek Council bor edi. Mana bu Otabek Nazirov biza o'sha boshda bo'lganimizda, o'sha 2005-yilda Kolumbiyada o'qiyotganimda, keyin undan keyin 2007da Uzbek Initiative bo'ldi. Endi Uzbek Initiative'da o'sha mana Manhattan'da, New Yorkda biz yig'ilib tusovkalar qilardik. Qarang, tusovkalar shunaqa qilardiki, har oy bor, 8-mart, u boshqani u amerikanskiy ular tadbirlar. Endi odamlar o'shanda bor qo'rqirdi mendan. Nima derdi? Sen bir shu davlat odamisan deyardi. Men endi to'g'ri, men prezidentlik midyatman. Endi nima deydi? Endi g'ururlanman O'zbekistondan chiqqanligimdan. Lekin bitta narsa odamlar meni aytardi, sen boru, sen bir davlatda ishlaysan, quloqsan. Aytdim, bilasanmi? Men qilayotganimda qara. Вообще xohlaganimni qilaman-da. Hech kimga report qilmayman-da. Men hech kimdan qo'rqmayman, o'sha uchun deyman, bu prosta meni aytganday o'zimizda vatandoshlarni yig'ish. O'sha yerda borib, siz bilan qadriyatlar. Men shunday bo'ldi, connection. Avatarga shunday bo'ldi. Ali ribaka videoizlarga родной deydi. Bo'lib qoldi. Shunday bo'lib qolyapti-da. Men bilasizmi, o'zbekni ish qildik-ku. Bilasizmi-ku, o'zbek qizlar bolalar bor, uylanib ketdi.
yaxshilikka sababchi bo'ladi. qarang, ana shunaqa o'ylanib ketdi. O'zi o'shanga yig'ilishardi. Men eski davrni bilaman. Yoshlar bor-ku, o'zbeklar baribir o'zbek uzatgisi keladi-ku. O'sha o'zbek inisiativda men hech esimdan chiqmagan. Men qancha do'stlarim bor-ku. Kontaktlarga yetaklar. Xuddi shunaqa bo'lgan. Eng prioritetda o'zbek inisiativini aytaman. O'sha davrda aytaman. Eng zo'r prioritet qizlar bolalarni ko'rishga, bolalar qizlarni ko'rishga bo'ladi. Boshqa variant yo'q. Men To'g'ri, ota-onalar ham ko'radi, ani qiz chiroyli ekan. O'g'limga mo'ljal qilaydi deb. Kim bilasiz, shunchalik populyarni bo'lib ketdi, что haqiqatan ham endi Navro'z ham qolmadi, Hayit ham qolmadi. o'rtog'imiz bor. qolmadi. O'rtog'imiz masalan hozir gapirishim. Aytavering. Pamila erini o'sha o'zbekiston orqali topgan. Masalan, nima Farhod akam aytdi, nikohini o'zim o'qiganman dedi. Qilib nima deydi? Как я стал как отцом узбекской комьюнити deydi-yu. Как просто narsa bor. Bilasizmi? Men yaxshi ko'raman odamlar connection qilishda. Bular ham integratorda. Integrator. Naborot, men kimdir telefon qiladi. Aka, manaqa problema bor. Lawyerlar bormi? Ular men shunday text message qilaman, introduction. Gaplash. Mana u gaplashib, tanishib, ishlarni hal qiladi. Men xursandman. Поэтому boru hozir O'zbekistonda oldin boru aytardi, "Sen bu anusan, quloqsan. Buni narsalar qilyapsan, kim to'layapti?" Men aytdim, "Men o'zimni kistamdan olib, polni qilyapman" dedim. Chunki community-ni birlashtirishimiz kerak. Mana qarang, 25-yil. Qarang, 25-yil. Biznesmenlar gaplashyapti bitta tilda. Qarang, sizlar O'zbekistonda, men Amerikada. Fikr bir, ambitsiyalar bir. Bidini qarashlar. Opitlar exchange bo'lyapti-da. O'sha uchun men nima demoqchimanki, buni bor to'xtatish mumkin emas. O'sha uchun ikkinchi sababimizga o'taman. Hozir urush bo'lyapti hamma joyda. O'zimizni bilaylik, bosish kerak. Ko'p o'ylamaslik kerak nima bo'layotganini. Siyosatga, bu dunyoviy an'analar bor, biznes qilaylik. Bu bor, O'zbekiston biznes mamlakati bo'lish kerak. Imkoniyatlar mamlakati. Shu manfaatlar chorrahasi bo'lish kerak. Da. Bir paytlar qo'yib yuborgan pozitsiyalarni qaytarib olish payti. Chunki mana bir paytlar esinglarda bo'lsa, haqiqatan ana shu Qozog'iston bizda bo'lish kerak bo'lgan narsalar u yoqqa ketib qoldi, xalqaro kompaniyalar kelishi. Sizni bu fikringiz nimani hozir to'g'ri qilsak, bu pozitsiyamiz yaxshi ketadi-yu. Nimani to'g'ri qila olmay qolsak, bor patologimiz shu bo'lib qoladi, stiklanli patolog. Nimani xato qilsak, bu bor pozitsiyadan berib yuboramiz. Bilasizmi? Mana etaj ko'rabsizki, lift. Biz liftdan ko'tarilyapmiz-da. Bitta o'sha liftda birinchi etaj, ikkinchi etajga o'tasiz-ku, ceiling bor, O'sha glass ceiling bor. O'sha glassing. Stiklanli patolog. 7 yildan beri biz 7 anunda urovenda o'tib chiqamiz. 7 yil. Men o'tgan yil keldim O'zbekistonga. Aeroportdagi experience'im bor, obitim. Hozirgi experience'dan hozirdan oldin 1 yil oldin boshqacha edi, hozir undan ham zo'r. Qarang, 1 yil. Men tashqarida qaraman, 1 yilgacha o'sha his qilaman, tashqarida kelyapman. Вообще men как бы Amerikaga kelyapman. Ko'raman, qanchalik ko'p o'zgarishlar bo'lyapti. Bu nima degani? Bor-ku, patolog bor-ku. 8-yil ketyapman hozir. Ceiling, hard ceiling. Qanchalik teppa ketyapmiz-ku? Ana bor ceiling. Patolog. Qalin bo'lib turaveradi. Chunki eng qiyin. Uni bosib o'tishimiz kerak. Prorib bilan ketishimiz kerak. O'sha uchun bor, kechirasiz. Ko'p odamlar yaxshi ko'rmaydi bu narsani. Negativlar bor tashqarida. Aytadi bu davlat 1 millionta odam yetirishyapti O'zbekiston. Yiliga. Bu davlatda 40 million bor. Lekin bor, o'zbeklar bor, Rossiyadan qaytish kerak. Men qarayman. Qarang, ana bu imkoniyatlar O'zbekiston turibdi. Biz Amerikada turibmiz. Bitta filialni ochishimiz kerak, protsesslarimizni ochishimiz kerak. Biz uchun ham risk. Lekin bu risk olish kerak. O'sha uchun men bir ikkita odamdan qarayman, aytaman, deyman, taksilar bilan yaxshi ko'raman-da gaplashishga, taksilar bilan. Chesni gapiradi. Xitoyda bo'lamanmi, Amerikada bo'ladimmi, Londonda bo'laman, taksilar bilan zo'r gaplashaman. Indikator, taksichi. Indikator. Men bittasi aytyapti, qarang, kecha aytyapti. Kechasi soat nima deydi? Aka, pul ichmayapti deydi. Men aytdim, nima ichmayapsan? Qancha topyapsiz dedi, qarang. Men aytdim, qancha topyapsiz dedim. Ichmayapti. Shuncha topaman. Men aytdim, dollarda qancha bo'ladim? $2000. Men aytdim, bitta so'radim. Yosh nechida? 25da. Dedim. Siz o'qigansizmi dedim.
Sredniy образование dedim. To'xtang. Universitet o'qimagansiz dedim, ha. 2000 dollar topaysan dedim, ha. Bolangiz bormi dedim. Bitta bolam bor, xotinim bor. Xotini ishlayaptimi? Ishlayapti. Mana problema dedim. Nima uchun xotinsiz ishlatmaysiz? Bu nima? 19-asrmi? Shunchalik xotin ishlab karyerasini qilsa boru, образованиесі bo'lsa, o'sadi, rivojlanadi. bolangizga o'sadi. Bilasizmi, bizga ayollar o'qimishli, karyera biladigan ayollar kerak. Chunki bu bori potensial bolalarga o'tadi. Qanchalik ona boru, zo'rusa boru, bolalarga o'tadi. Bilasizmi? Aytdim, kechirasiz dedim, xafa bo'lmang dedim. Yo aka, sizni gaplaringizni eshitib o'tirman, bizga nasib qilsin Cybertrucklar, bir qanaqa mashina haqida gapirib o'tib, Muhammad bilan gapirayotgandik. Aka, siz boshqa mashinaga o'tirsangiz ham bo'lar ekan dedim. Aytdim, yo'q endi tavbadim. Men lekin xafa bo'lmaydim, Amerikadan keldim. Lekin bitta sizga nasihat qilaman. Iltimos, xotiningizni ham ishga qo'ying dedim. U ham rivojlansin dedim. U ham rivojlanib, bolalariga to'g'ri narsa qilsin. O'sha uchun oila kuchli bo'ladi dedim. Mana shunaqa bir qiziq momentlar bor-da. Mana bizni hozir faqat ya'ni shunga uklon berganmiz. O'zi qoida bor. Ani o'g'lingni o'qitibsan, o'zingga yaxshi qilibsan deydi. Qizingni o'qitibsan, xalqqa, jamiyatga yaxshi qilibsan deb aytadi. O'shaning uchun hozirgi aytgan bilim darajasini ayollarda ko'tarish kerak. Bunga 100% qo'shilamiz. Lekin siz hozir bunday qarab turibmanda, baribir ichingizda kichkinagina bitta olov bor-da. U olov o'chmagan. Amerikada frank bo'lishingiz mumkin, lekin O'zbekistonda farqotsizda. Nega buni aytayotsan desangiz, hozirgi gapingizdan, yonayotganingizdan, o'sha Amerikadagi korxonani O'zbekistonda ham ochish planlaringizda, rejalaringizda, bu 15 soatlik yo'lda. Nimaga shuni qilyapsan desa, demak, aytadi-ku, baribir kimlarga to'kilgan inson o'sha vatanini sog'inadi baribir deydi. Hattoki o'sha Bobur ham, hozirgi aytilgan she'rdagi Bobur ham faqat sog'inch bilan o'tib ketganda, lekin Boburlar o'sha aytganda, Hasan akam aytganlaridek, Boburlar o'sha hozir qaytib kelyapti. Bu narsani ko'tarish kerak, ko'paytirish kerak. Ya'ni o'sha USDagi Uzbek Clubdagi professionallarni yig'ilganda o'tdi. Ularni hammasini chaqirish kerak. To'g'ri. Mayli yashasin o'tdi, mayli biznesini qilsin, lekin tomizg'i deydi-yu. Qatuvni ko'rganmisiz? Sutni qatuv qilish uchun naryoqdagi qatuvdagi tomizg'ida O'zbekistonning sutga qilsa bu qatuv bo'ladi. To'g'ri. Endi bilasizmi, juda to'g'ri gapiryapsiz, chunki biza Amerikada boru o'sha 11 soatli yo'l, 11 soatli yo'l uchib kelamiz, baribir ham hayolimiz o'sha yerda Amerikada. Lekin vatan tuyg'usi bor-da, Lekin bilasizmi, hozir men aytdim-ku, o'rtada 15 yil bo'lmadim-da. Bilasizmi, menda ham qanaqadir ular bor-da, oldin qo'rqoqlar bo'lardim-da, kelishdan oldin. Hozir yangi O'zbekistonni ko'ryapman. Burtirishmas, endi shunaqa potensiallar paydo bo'lyapti-da. Shunaqa joylar paydo bo'lyapti. Hamma joyda bizneslar, dijuha, shunaqa bir tendensiya, mashallah, hamma joyda bizneslar ochiq. Shunaqa bir kechasi yursangiz ham hamma narsa svetlar, inglizlar hamma joyda. Men uchun bor kayf qilaman. Bu degani, bu nafaqat siz Amerikada o'qib turib yo'q kelganmizlar yoki bu yerda biznes qilamiz, lekin o'sha kichkina biznes egalari boru, saviyasi уже мировой уровеньga chiqyapti. Qarang, bu degani bu odamlar boru, hozir kecha gullar butigiga kirdim. Hayron qoldim. Men aytdim, Muhammad dedim ukamga, shunaqa bir chiroyli butik tanlaganimiz yo'q. Hech kim yo'ldan shunday gul anonsiya butigiga, do'koniga kirdik. Onamga gul olish uchun. Shunday kirdik, shunaqa bir chiroyli do'kon, kechasi shunday kelib muomala qilib, servis yaxshi. Odamgarchilik, shunaqa bir, bilasizmi, bizda o'zbek madaniyatimizda insofchilik juda yaxshi, samimiyat, munosabat, oqibat zo'rda. Shunday kirdik-ku. Aytdim, "Vau" dedim. Bunaqa chiroyli qilib qo'ygan 2 etajli. Men bitta emas, 2ta gul olib chiqdim. Qarang, nima uchun? Chunki
bizada saviya bor, o'sib ketyapti. Bu faqat siz emas, servis orqali sevdiryapti. kichkina biznes egalari o'sha hozir mana o'zlari tasdiqlaydilar. Bizdagi servis oldin qanaqa bo'lgan, endi hamma biladi oldin qanaqa bo'lgan, lekin oxirgi 5 yilda bor-ku, ishoning Amerikadan zo'r. Mana hozir tasdiqlaydilar. Men sizga Mirzohid akamning gaplarini gapiraman. Amerikada Nyu-Jersidan tadbir o'tkazdik-ku marafon. Da. Otelda o'tiribmiz, Shuhrat Xoltoyevga qilishim kerak, qani san maqtagan servis dedilar. Yo'q, Biz Shuhrat Xoltoyevdan Amerikadagi Ritz Carltonlarni o'rganib, xijolat qilgandan shunchalik servisimizga qalban itoat qilib amal qiladigan xalq bizda. Uni mingtadan bittasini plankasini mehr bilan aytib bergan odam to'g'ri qabul qilib tadbiq qiladigan xalq bizda. Hali islomiyotda bo'lsa ham diyonatli insonlar bu yoqda bor deyshadi-ku Arabistondagilarni. Shunaqa. Haqiqatan ham itoatli, qanoatli, diyonatli insonlar chiqqan mamlakatga mana shunga o'xshagan odam aytib bersa, ruhlanib, ixlos qabul qilib tadbiq qiladigan jamiyatda. Bilasizmi, bitta narsa ham bor. Biza siz to'g'ri aytyapsiz. Biza o'sha kitobdan olamiz-ku, yo bir joylardan ko'rib olamiz. Bu yoqda tadbiq qilsak boru, amalda oshirsak, endi buni boru zo'r qilishimiz kerak. O'zbekiston hozir endi ochchasi aytay, 27 yil biz yopiq edik. Biza juda ko'p imkoniyatlarni boru qo'ldan kechirdik. Endi bu tan olish kerak. Lekin tinchlik bo'ldi. Judaga Xudoga shukr, urush bo'lmadi. Tinchlik bo'ldi. Eng asosiy bizga tinchlik. Katta deyman. Juda potensial assetda. Lekin hozir 7 yilda bo'layotgan ish bor. O'sha 20-30 yil ish bo'lyapti-da. Juda stress ko'p-da. Lekin stress bu yaxshi. Stress bo'lish kerak, chunki bu pozitiv stress. Bizada rivojlantirishga sabab bo'ladi. Rivojlanish sabab bo'lish kerak. O'sha uchun hozir yana biz qattiq boshimiz kerak. Qattiq marafon emas, sprint deb boshimiz kerak. O'sha uchun siz aytgandek urovень Amerika emas. Biza bitta mana amerikanizmanda yomon ko'raman, когда statistikani biza Central Aziyada birinchi, SNGda birinchi, ikkinchi degan optalash kerak bu narsa. Biza dunyoda bo'lishimiz kerak. Koreya, Singapur, Amerika, Angliya, Shveysariya bilan shular bilan bo'lish kerak. Mana shu maqsad. Yana bitta bor. Biza bitta marrani bor, O'zbekistonda 30 ta eng rivojlangan mamlakatni ichida tiqishimiz kerak. 30-yilda 30 ta mamlakat tiqish, OBSni 30-likka tiqish kerak. Tamom. O'lding, o'lmading, bosish kerak 30-likka tiqish kerak. Limonlarimiz ko'p. Xohlagan imkon qidiradi, xohlamagan bahona qidiradi. Bizani double locked mamlakat deydi. Yana bir narsa deydi. Eng katta resursimiz, potensialimiz kim yoki nima? Odamlar bilan nima qilib bu limonni limonat qilamiz? Bilasizmi, bitta narsa bor. Odamlarga aytib, uxlama. So'zlarga aytib, uxlama, o'lib ketasan. Izlan, o'lib ketasan, izlamasang. Bir kunimizdan o'zing o'lib ketasan. O'sha uchun deyman, hozir bizda bor-ku, paterini. Hozir biza bor-ku, bosish kerak. Bitta viza optalash kerak amerikanlarga. Polni optalash kerak. Ular kelursin. Bu bor-ku, o'sha dunyoga optalash kerak. Dunyoga ochish kerak. Hamma joyda kamera turibdi. Mashina yuribsan, kamera. Bu yerda turibdi kamera, kvartirada kamera. Всё, optalash kerak. Vizani dunyoni olib kelish kerak bu yoqqa. Nima uchun? Chunki dunyoni olib kelsang bor, mana qarang. Kecha Webster, yana повторяюсь, Websterni ko'raman. Ko'rib turibman. Men aytaman, qanaqa stenda o'qiysam, butun dunyoda ustoyanlar kelgan bu yoqqa. Webster uchun kelgan brend, amerikanskiy obraz. Nima uchun demoqchimanki, ochirish kerak shunaqa narsalarni. Inxa bor, boshqalar bor, Turinlar bor. Qanchalik ko'p mirovoy anular kelsa bor-ku, bizani saviya bor, ochib ketaveradi. Yana ko'p narsalar bor. Bu chet tillar keladi-yu. Tajriba keladi. Odamlarimizni madaniyatimiz ko'rgandan keyin borib, ular qoladi, biznes ochadi. Startaplar ochadi. Pulni tikadi. Boshqa Tailanddan, Qozog'istondan, Rossiyadan olib keladi bu yoqqa. Ana shunaqa biza eski O'zbekiston bor-ku, Sholko'put. Ana shuni yaratish kerak. Kecha Farhod aka Inaqambayev bilan suhbat qilganda faqatgina Xitoyga emas, dunyoga ochilsangiz Xitoy riskini kamaytirasiz dedilar. Qarang, bizda hozir eng katta ochilish Xitoyga. Xitoy bugun pulni beradi, o'sha pulni o'ziga оборудниga, o'ziga xodimga, o'ziga know-howga, o'zimga boshqa olib ketadi. Bir kunmas gapini qilmasang, o'shani shuna knopkani bosadi, Shri Lankani portini olib qo'ygandek tahdid qilib,
o'sha joyga qo'ygan zalog palog yer perimni o'sha joyga olib qo'yadi. O'shaning uchun Xitoydan 100 so'm kelsa, dunyodan 100 so'm kelsin, dunyoga ochilgin, diversifikatsiya bo'lsa, Xitoy 100 so'm bilan tahdid qilsa, qolgan 100 so'm Xudo Rossiyadan zavisimiz kamaytirish uchun bunaqa vektorni iqtisodiyot strategiyasi bo'lgandek, dunyodan ochilish nafaqat Amerika, nafaqat Xitoy, shu boyaga aytgandek farqi Vyetnam bo'lsin, Singapur bo'lsin, Malayziya bo'lsin, dunyoning kompaniyalari kelsa yaxshi. Qaysi dunyodagi eng zo'r tajribani o'zimiz uchun tatbiq qilishimiz to'g'riroq bo'ladi. Endi siz rakursingizda Singapur deymiz, yo boshqa mamlakatlarning tajribasi tushadi. Mana shu odam resursi, ochiqlik resursi nima bilan chiqa olamiz? Bilasizmi, bizda o'zimizning modelimiz bo'lishi kerak, menimcha, chunki biz unikal xalqmiz. Biz boy tariximizga egada. Bizda Amerika deyman, Amerika bir 300 yil pachida, Xitoy ham minglab yil. Bizda borib baribir madaniyatimiz ming yillabda. Bizda DNAda borda, bizda shunaqa bir hurmat izzat bor, qadriyatlar bor. Lekin bitta narsa ham bor. Mana o'sha Amerikani yaxshi ko'raman, bitta aytaman sizga. Chunki Mirziyoyev bitta gap aytdi-da, men tan olaman shuni. 100 ta rus investor, 100 ta arab investor, 100 ta Xitoy investorni bitta amerikanskiy investor olib kelib ko'rchi dedi. Qiyin. Chunki biz men ko'rib turibsiz. Juda kritichniy biz. O'zimiz kritichni qilaveramiz-da. Над собой работаем. Накручиваем. Не то, что накручиваем, потому что biz injiq emasmiz. Talab balanda. Chunki o'sha mentalitet bor-ku, balanda. Chunki Amerikada bor, hind bo'lasanmi, rus bo'lasanmi, o'zbek bo'lasanmi bor-ku, men farqi yo'q. Anonimni so'ramayman, otangni zo'r odam bo'lsa olaman ishga. Yomon bo'lsa olmayman. Chopaman. Farqi yo'q menga. Millating, qayerga, glavni xarakter zo'r bo'lsa, biliming zo'r bo'lsa, nima demoqchiman? Savolingizga. Men o'ylaymanki, biza hozir Xitoy kirib kelyapti-yu. Xitoy bilan do'st bo'lish kerak. Gap yo'q. Qo'shimiz. Rossiya bilan do'st bo'lish kerak. Boshqalar bilan do'st bo'lish kerak. Hamma bilan bo'lish kerak. Lekin biza Amerika bilan baribir unchalik strategik partnyorsa biza, lekin potensial ochilmagan haligacha. Juda ochilmagan. Haligacha ochilmagan. Hozir hamma joyda gostinitsaga boring, made in China, made in Pakistan, made in India turibdi, sochoqlar. Nima uchun O'zbekistonda sochoqlar yo'q? Chunki men sizga aytaman, men 1-2 yil harakat qilib ko'rdim. O'zbekistonda partiya topa olmadim. Siz ochasiz aytaman, partiya topa olmadim. Menda выходim bor. Butun Marriott, Hiltonlarga gostinitsada optiyani qilishga. O'zbek sochog'ini made in O'zbekiston qo'ymoqchiman. Lekin O'zbekiston nima demoqchimanki, chunki odamlar sekin o'sha uchun biz Amerika baribir birinchidan consumer market, katta imkoniyat ochishimiz kerak. U 11 soat bor mana, 3 keldim. 6 soat kompyuter ishladim. 6 soat uxladim. 1 soat, 2 soat uxladimda, ovqat yedimda, qildimda, kitob o'qidimda, o'sha keldim O'zbekistonga. Yomon emas. Hozir haftasiga 4-5 marta primo reys. Shunchalik ko'p. Bu nima degani? Biz mana endi savolingizga javobim yo'q, chunki bizani o'zimizda unikal modelimiz bo'lishi kerak. Biz Singapurga ham sal o'xshab ketamiz, Koreyaga ham sal o'xshab ketamiz, chunki IT texnologiyalari paydo bo'lyapti, o'qish jarayonlari. Lekin bizda marrani bosishimiz kerak-da. Shu Amerikada bor mana mentalitet, startup bor, startup mentaliteti, tavakkalchilik, risk olish, davay, New York Stock Exchange'ga, Nasdaqqa kompaniyalarni olib chiqish. Shu bor, pulni makkasi o'sha New Yorkka shu olib chiqishimiz kerak kompaniyalarni. Shuning uchun Amerikadan ko'p narsa o'rganishimiz kerak. O'zingiz mana shu temani boshladingiz, o'sha yerda ham aytdingiz. Meni bitta orzuyim bor, O'zbekiston birinchi bo'lsa ham komandasini, birorta kompaniyasini o'sha IPOga olib chiqishga hissa qo'shmoqchiman. Qanaqa ko'ryapsiz buni? Endi bilasizmi, hozir mana klubimiz M Factor orqali, bu klub orqali gapiryapman. Siz ofisimga keldingiz, to'g'rimi? Men oddiy tilda sizga kompyuterda ekranda ko'rsatdingiz. Realniy proyektlarni case study'ni ko'rsatdim. Oddiy upakovka qilingan loyihalar. Upakovka qiling. Mana bunaqa bizneslar Singapurda sport kompleksi ochib olganda IPO Nasdaqda o'tiribdi. Xitoyda mana bunaqa, Xitoydan ham bo'lib keldim. Ularni o'rgatish kerak. Men o'rgatyapman ularni. Поэтому men demoqchimanki, O'zbekistonning maqsadi o'sha katta kompaniya bo'lish shart emas. Sredniy tam
Sey degani bu 10 milliondan 100 milyon Bo'lmadi deganda Korzinkaga o'xshagan yoki sak gilamlariga o'xshagan, boshqa o'xshagan tayyor bizneslar borda, epaga o'xshash o'xshaganlar. kerak ularni. Shunaqa. Boyaga siz 9 balli birinchi ledakolni olgandan keyin u 9 ballidan soni Faqat ko'payib ketadi. Shu birinchi mard, birinchi duxi bor, davay men tashiyman deydiganlar yo'q emas. Balki mana shu ko'rsatuv ham kimdir, aka mandirman o'sha deydi. Sizni o'zingiz nazaringizda O'zbekistondagi top 5 ta xayolingizga qaysi kompaniya kelyaptiki, birinchi marta tarixda IPOga chiqishi mumkin bo'lgan munosib kompaniya? Kommentariyaga yozinglar. Endi IPO bir qiziq narsada odamlar so'raydi. Nima kerak bizga o'sha New York birjasiga chiqarish? Nima maqsad? Chunki maqsad nimada? Chunki prezidentimiz aytayapti, mana yaqinda bordilar. Biza amerikanskiy investorlarni olib kelishimiz kerak O'zbekistonga. Mana bu men ko'ryapman-ku o'zgarishlarni. Ular ham ko'rish kerak deyapti. Lekin ular ko'rmaydi. Nima Kelmasa ko'rmaydi. Biza Spiskada yo'q. Spiska biza Bloombergda yo'q, hech qayerda yo'q biza. O'zbek kompaniya New York birjasida Nasdaqda yo'q. Nabar davlatda o'zi показатель 500 ga поддержка qilish. Ana shunaqa bo'lishi Xudo eksport qilsam ham ko'taraman dedi. Mana birinchi mana bular qarang aytdilar. Hasan aka bitta kompaniyani tayyorlab upakovka qilish plus minus 300 ming dollar ketadi. Davlat mana o'sha 300 ming dollar beraman desam haqi ketmaydi. Ana. Tushunyapsizmi? Sizda o'zi eksportga bunga chiqqan narsalarni qulib bergan davlatimiz. Xuddi shunaqa strategiya qilish kerak albatta, chunki o'sha 300 mingni Alisher akalar IELTS 7 dan balandnosini hech birini qaytarib yordam qilyapti. Qanaqa motivatsiya bo'ldi? Booster effekt bo'ldi. davlat shunaqa strategiya qildiki, kim IELTS dan, hozir SAT ni ham qo'shishgan. Kim IELTS dan 7 olsa, SAT dan 1200 olsa, davlat qaytarib beradi. Nima olib keldi desangiz bor-ku, Bum olib keldi. hozir xohlagan ko'chaga chiqasizda, nima bitta bolani to'xtatasiz. Ingliz o'rganayotsanmi deysiz. Ingliz o'rganayotsan, sen necha olmoqchisan deysiz. Va kallamni olib tashlayman agar IELTS 6 desa. Yo'q. Chiqsa, balkim 5 olaman. Sel, lekin ambitsiya maqsad. Ko'tarib qo'yishdi, kalibri ko'tarib qo'yish. Planka. Bu yoqda ham xuddi shunaqa 300 ming ketgan xarajatingni o'tgandan keyin beramiz, bo'ldi, xarajatni tik ko'radi odam. Xuddi shunaqa. Da, lekin bilasizmi, bitta narsa bor. Biza kapital bozoriga chiqishimiz kerak-da. Kapital bozoriga chiqsak boru, bizaga ishonch paydo bo'ladi. Lekin bilasizmi, mana Farhod o'sha kuni Infactor'da aytdi, Inagambayev to'g'ri gapirdi. Chunki hozir investorlar bizaga ishonmaydi. Chunki aytadi, bizda precedent bormi? O'zbekistonda kompaniyalar chiqqanmi, chiqmagan deydi. Shuning uchun bizda juda O'zbekistonda juda ko'p nufuzli kompaniyalar bor. Aytgan narsangiz qilsa bo'ladi. Loyihalar. Tushunamsizmi? Zo'r kompaniyalar bor, ularni chiqarish kerak, lekin boru tezda chiqarish kerak. Kutmaslik kerak. Qanchalik kutdingmi, vaqt ketadi. Mamika hozir boru, hozir shuni zo'r kompaniyalar bor, ularni olib chiqsak boru, orqasidan parovozdek boru. Biza bor, O'zbekga boru, qoshiq ber, restoran ochadi. O'zbekga qoshiq ber, restoran ochadi. Boshlanish kerak emas. Ana shu bizada bor. Qonimizda bor. Tadbirkorlik, trade. Uxlaymiz, mana shu biz ishlaymiz, ishshang. Bizaga boru, bizaga o'sha ko'p narsa kerak emas. O'sha kislorodni emas, ochorish kerak polностью. O'sha vizadan ochorish kerak. Men amerikancha och vizaga. Och. Hozir siz amerikancha O'zbekistonga kelish uchun viza olasizmi? Lekin viza olib tashlashdi. Vayno grashans. Tushundim, no hozir viza yo'q lekin Amerikaga. Bor, 55 dan yosh bo'lsa viza yo'q. Lekin oddiy amerikanlarga elektron viza bor. Vobshe olib tashlash kerak viza. Bu ham kerak emas demoqchisiz. Bu ham kerak emas, to'g'ri. Hozir Turkiyaga borsangiz yoki Rossiyaga borsangiz, Qozog'istonga borsangiz viza kerak emas, lekin Amerikaga keladigan odamga endi bizda balkim qaysidir biza ko'zimizga ko'rinmagan, tepadan boshqa ko'rgan masalalar bo'lmasa, yo'q, hozirgi mana anaqamda bizda endi Amerikadan keladi-da o'qituvchilar boshqalar. Viza yo'q, lekin Telex bu degan narsasi bor. Internetdan registratsiya qilasiz, platasini to'laysiz, bitada chiqadi, даже bir kunda chiqadi. Kelasiz-da. Lekin u ham masalan Farhod aka aytgandek bottleneck bo'lishi mumkin, deb bo'g'adigan tochka bo'lishi mumkin. Turib olib tashlasa, aytamizki, kichikroq narsa yutib, katta narsa yutqizamiz. Suvni olib aytaman, sizga aytaman. Juda to'g'ri aytdingiz. O'sha ham bor, bottleneck. O'sha ham bor, to'sqin. Men sizga aytaman. 1-2 yil oldin juda katta nufuzli investitsioniy bankda rahbari oxirgi moment O'zbekistonga kelaman dedi-da. Elektron aniqligi bor, bo'lmadi, ulgura olmadi. Juma kuni qilyapti, bozor kuni o'tib ketish kerak. Bo'lmadi, kelmadi shu. Biz katta narsa yutqazdik. Ana yashang.
ana yashang. Bitta вообще viza degan narsa bor-ku, u noto'g'ri. Oldin mana propiska bo'lardi. O'zingni vataningga yashaysan. Tam Surxondaryoda yashaysan, xohlagan joying yasha. Andijonga bo'lsa, Andijonda yasha. Vataning bu O'zbekiston. U registratsiya unaqa eski mentalitet. Hozir men Amerikada, Alabamada yashayman, Nyu-Yorkda yashayman, Nyu-Jerseyda yashayman. Hech kim farqi yo'q. Любой joyda yasha. Bu bor-ku, Amerikani ochsa bor-ku. Qanchalik ko'p Amerikansini olib kelsa bor-ku, Amerikancha bor-ku, mentality, critical thinkingda shuni opportunity ko'radi-da. Kompyuter bo'lib qolganda, bilasizmi qancha odamlarni olib kelamiz bu yoqqa. Biz вообще olib tashlash kerak vizani. Hamma joyda kamera bo'lyapti. Hamma joyda mana aeroportdan kelsa fingertip. Bilasiz. Buni qiladi, kamera jin qiladi. Topoladi. Girlfriendingga qolasanmi? Airbnb'ga qolasanmi? Qashqadaryoning o'zi glamping qilasanmi Mirakida? Farqi yo'q. Farqi yo'q. Tashay yasha. Davlat, bizning O'zbekiston mamlakat davlat. Hamma narsa bo'layotibdi, kontrol bo'layotibdi. U qo'rqma. Lekin ular keladi-yu, talabni oshiradi. Plankamiz oshadi. Planka oshadi. Nima uchun tualet bunaqa? Nima uchun mamlaqa? Hammasini planka oshadi, lekin bizga kerak bu. Chunki bizda constructive criticism qilgan odamlar kelmasa boru rivojlanmaymiz. Yaxshi ekan, Xudoga shukr deb ko'ramiz. Yo'q, naborot bosish kerak. Naborot Amerika, naborot nomer 1 turistlar Amerika. Yevropa ochilgan, Amerika ochaverish kerak. Hozir nima qilsak cho'kamiz, nimadan ehtiyot bo'laylik? To'g'ri deyman, hech narsadan ehtiyot bo'lmaslik kerak. Hech narsa qo'rqmaslik kerak. Faqat bosish kerak. Hech narsa. Bosish kerak degan ko'rsatma. Hech narsa qo'rqish yo'q. Qo'rqmanglar. Hech narsadan, hech kimdan qo'rqmanglar. Faqat bosish kerak deb qo'yish kerak, bormi? Ko'rsatishda kamerasini qo'yib bosish kerak deymiz. Nimani bosish kerakligini bilib olishadi. Holat o'zgarmaydi, munosabat o'zgaradi. Bitta vatandoshlar marafonini birinchidan keyin ikkinchi ko'rsatdi. Hozir yana Farruh akam kelyaptilar. Yana qancha do'stlarimiz shu Amerikada ko'rishganlar kelsa, vatandoshlar marafoni bo'ladi. Think globally, act locally. Dunyoning qaysi joyida bo'lmasin vatandoshlarimiz kelsa, shu kamera sizniki deydi. Fursat borda alohida minnatdorchilik bildiramiz. Centers Development kompaniyasi bizga bu kabi syomkalarni, bu pavilyonlarni, bu ko'rsatuvlarni eng kamida mana uncha podkastlarda Umidjon akam bilanlar 7 talik kameralar, uni ham eng zo'rlari nima borligi, qancha harakat, qancha xarajat bularni hammasini qoplashga hamkor sifatida Centers Development xarajatini ko'taryapti. Ularga minnatdorchilik bildiramiz. Centers Towers O'zbekistondagi Toshkentdagi poytaxtda eng markazdagi, eng nufuzli, O'zbekistondagi eng qimmat loyihalardan biri. $200 million loyiha. Biznes markaz bu mana shu vatandoshlar chorrahasi, manfaatlar chorrahasi uchun mana kecha tadbirlarda chiqdinglar. Kimga nima interesi bo'lsa, qadriyatlar ustuvor dedik. Va muvaffaqiyat markaz dedik. Centers Towers bugun sizni mamnun qilib auditoriyaga o'zingiz invit qilishgan. Centers Towers bu yerda o'zingiz bir onlaynda yoki offlaynda tadbirlarda odamlar bilan connecting qilishga imkoniyat berishyapti. Albatta ularga minnatdorchilik bildiramiz. Shu bilan bir qatorda reklamaga rozi bo'lasizlar. Centers Development'ning ikkinchi loyihasi.
xotirjamlik maskani Golden Lake. Bu ham O'zbekistonda unikal loyiha. 250 million dollarlik yopiq rezidensiya. Turetskiy konsept, site konseptidagi maskan chet eldagi vatandoshlarimiz ko'rayotgan bo'lsa, o'zbek pul topsa yaxshi to'y qiladi yo yaxshi uy qiladi. Baribir ma'lum bir paytdagi qaytamiz deysiz vatandoshlarga yaxshilikka sababchi bo'lsak, biz Golden Lake turar joy majmuasini samimiy tavsiya qilamiz. Sizga aloqasi bormi, sizga tegishli bo'lsa, bu bizning oilaning loyihasi. Bu loyihada men boshqaruv kengashdim. Bemalol murojaat qilinglar. Yangi kun, yangi imkoniyatlar, yoqimli suhbatlar. Baxtli bolalik. Tabiat bilan uyg'unlik. Har lahzada sokinlik. Golden Lake xotirjamlik maskani. Bu yerda o'zini sotuv bo'yicha hamkorlar bilan ishlash bo'yicha menejerlar bor. Yaxshilikka sababchi bo'lib, to'g'ri qaror qabul qilsangiz, xursand bo'lamiz. Reklamaga rozi bo'lasizlar. Yana bittalar qo'shib ketaman. Iltimos, katta to'y qilmanglar. Mulk olinglar. Muhim. Mulk olinglar. To'y ko'p kerak emas. Kechirasiz. Soatda o'tadi ketadi. Borib, Keyin kel qazi yapamiz. Bu ahmoqchilik, katta to'y qilish. Kechirasiz, ahmoqchilik. Uni bor pulni tejash kerak-da. O'sha ota-onang bilan yo o'zing bilan o'sha Turkiya borasan, Dubay borasan, Malayziya borasan, mulk ol. Kvartira ol. Chunki to'y bor, bilaman, o'zbekchilik to'y bo'ladi. Qil, lekin borib bitta oshni ber ertalab. Keldi, ketdi, kichkina bir ixchamgina qilda boru, ko'p naqshoq emas. Baxtli bo'linglar, mulk olinglar. Mulk ol, kvartira ol. Ana shu kelajakda amerikanskiy mishleniyada. Zo'r fikr, bejiz bo'lmadi. Investorlar psixologiyasi, kapital loyihasining qahramonisiz, mehmonisiz. Bugun O'zbekistonda ishonchli investitsion portfel instrumentlar safiga nimani qo'sha olamiz? Sizni talqiningizda. Tilla, aksiya, obligatsiya, zayomlar, bankka beradigan depozitlar, kommersiy недвижимость, nekommersiy недвижимость, kutuvlar yasashlarni tajribali inson sifatida o'zingiz fikrlaringiz bo'lishib keting. Bilasizmi, hamma aksiya deydi-da, aksiya. Xitoyda bo'ldimda, Shanxay birjasi bor, Gonkong birjasi bor. O'sha yerda ham listing qilgan kompaniyalar, o'sha yerda turgan kompaniyalar, o'sha ham ularning maqsadi qayerga bilasizmi? New Yorkda listing qilish. Nima uchun bilasizmi? Likvidnost. $100,000 aksiya shuni oldingiz, ko'tarib ketdi, shuni sotasiz, pulingizni oldingiz. Likvidnost bor. Xitoyliklar bilan gaplashyapman. Aksiyasi Beijingda bor, Shanxayda aksiyasi turibdi. Likvidnost yo'q. U problema bor-ku. Butun dunyoviy Indiyada bo'ladimi? Любой joyda likvidnost problema. Pulni vaqtida ola olmaydi. Vaqti yo'q, likvidnost yo'q, chunki kapital yo'q bozorda. Lekin Arab puli, Xitoyda puli, butun dunyoning puli New Yorkda turibdi. Likvidnost bor. Chunki bor-ku, уже hamma biladi, что уже закономерность borda, tez aylanadi. Chunki bitta narsa bor. Har bitta biznesga cash flow kerak. Pul kerak. Любой biznesga rivojlanishga pul kerak. Shu savol deyishadi. Nima uchun bizga New Yorkka borishimiz kerak? Mayli, двойной listing qilaylik, Toshkent listing qilaylik va New Yorkda qilaylik. Пожалуйста, lekin bizani bozorimizni ham rivojlantirish kerak, sekin-sekin. Lekin bizani boru baribir kompaniya, katta kompaniyalarni, sredniy kompaniyani listingni New Yorkka olib chiqish kerak. Nima uchun? Chunki qanchalik o'zbek kompaniyasi bor, hozir o'si ham yo'q-da, ana unda. O'si ham yo'q. Birjada qanchalik o'zbek kompaniyalar paydo bo'lsa boru, dunyoni puli bor, o'sha turibdi-yu, aksiyalar. Bizga bor, uverenness paydo bo'ladi. Lekin bizga bor, ana shu ceiling bor, glass ceilingda haligacha bor. Nech bizga mustaqil qancha? Glass ceiling stiklan patologmi? Stiklan patologda haligacha o'tmadi. Aqlimiz yetmagani uchun, ma'lumot yetmagani uchun bo'ladi. Xuddi shunaqa o'zi. Chunki bitta odam o'tadi-yu, keyin tomosha qiladi. Mana ben sizga bekorga aytmayman. Mana shu yerda o'tiribmiz. Qizim senga aytaman, kelmaysan. Umid akammi qaysidir universitetlarni yoki borgan mana Centris Towers'i Hasan aka o'sha listingga olib chiqsangiz $200 million loyihadasiz. Nimaga erishasiz deb menga ayting, qolganlar o'zining interesini ko'rsin, Farhod akam qayerda deb yugurib kelsin. Nima bo'ladi? Men bu kompaniya xabari yo'q. Unga kerakligini bilmaydi.
lekin mana bularning universiteti bo'lsin yoki yana qaysidir o'qish bo'yicha loyihasi bo'lsin, boring mana Centers Development'da o'tirmiz, Centers Towers'da o'tirmiz. Agar Centers Towers sizni gapingiz olsa, nima qilsa nima bo'ladi, o'shani ochib bering. qarang, eng asosiy savol, nima uchun Nyu-Yorkka birjasiga chiqish kerak? Bu degani, bu hamma uchun marra emas. Birinchidan, давайте сразу uni правилani qo'yib qo'yaylik, blankani. Bu faqat o'sha kompaniyalar, которые ekspansiya qilmoqchi bo'lgan kompaniya. Siz universitet, siz Centers Towers. Sizlarda viziniya atrofdagi davlatlarda, boshqa joylarda shunaqa proyektlarni quraman. Universitetlarni qilaman. Chunki bu model ishlayapti desangiz, shunaqa ambitsiya bo'lsa boru, o'shanda Nyu-Yorkka borsangiz bo'ladi. Chunki Nyu-Yorkda birjasida faqat katta marrani qo'ygan, globalni o'yladigan o'zbek kompaniyalarini aniqladi. Boshqa kompaniyalarni aniqladi. Qo'llab-quvvatlaydi. Lekin faqat O'zbekistonda shu qilaman, shuni yerda bo'laman, может быть, yerda bo'laman, bu yerda bo'lamsam, u не стоит. Hammaga qiziqmas deydi. Qiziqmas, lekin vaqtingizni ham pulingizni tejimang. Lekin bizda shuncha ko'p kompaniyalar bor, hozir boru atrofimizda davlatlar bor. Bilasizmi? Tayyor bizneslar sotilyapti. Yangi biznes shart, startap kerak emas, tayyor bizneslar sotilyapti. Qozog'istonda, Rossiyada, Ozarbayjon, Gruziyada tayyor bizneslar tayyor. Mongoliyada, Malayziya tayyor bizneslar bor. Amerikada mana sizga aytaman. Amerikada shuncha bizneslar bor. Amerikada shuncha bizneslar bor, o'sha bizneslarni sotib olsak bo'ladi. Uni не обязательно Apple emas, lekin regionalniy какой-то bir, например, distributorskiy kompaniyalar bor, sotib olsak bo'ladi, пожалуйста. Universitetlar bor, amerikanskiy universitetlar, oldin kristianskiy universitetlar bor. Endi hozir dinga unchalik katta emas, o'sha uchun yopilib ketyapti. Chiroyli kampuslar bor, viza beradigan anular bor. 17 million dollarga Long Islandda sotildi. Men aytdim bir ikkita tanish karslar investorlarga aytdim, ular vaqtiga harakat qilmadi. Shunaqa butun dunyoda kompaniyalar bor sotib, protsesslar, ishchilari, hamma narsa kelib turibdi. Risk ham kamroq. Tushunamsizmi? Nima demoqchimanki, bizda o'zbek kompaniyalari shunaqa bo'lsa, dunyoviy, nima bizning kompaniya yordam beradi. Men yordam beraman. Men yordam beraman. Nima uchun? Chunki bitta kalla yaxshi, ikkita kalla undan ham zo'r. Tushunamsizmi? Chunki mana siz ofisimga keldingiz. Oddiy tilda o'zbekona tilda sizga tushuntirib berdim. Ha? Ko'rdingiz, aytdingiz, "Va" dedingiz. Bo'lar ekan-ku. Bo'ladi. Bo'ladi. Global ishonish kerak va to'g'ri odamlar bilan bo'lish kerak, muloqot bo'lish kerak. O'zini aksini ko'rsatish qilishni ochib beraylik. Bu yoqda bugun O'zbekistonda qaysi kompaniyalar Amerika bilan eksport import salohiyatida potensialni ko'rmayapti va qanday oshirish kerak? Bu yoqdagi odamlar qanday qilib Amerika bozoriga chiqadi? Va Amerikadagi o'zbeklarimiz hali O'zbekistondagi nima imkoniyatni ko'rmayapti-yu, siz ko'ryapsiz, ularga nima tavsiya berasiz? Bularga nima tavsiya berasiz? Pul va tajribani olib kirishga yoki eksport uslubi yoki eksport produkt bilan chiqishga. Tekstil, mana shuni qaytarib aytaman, tekstil. 1-2 yilgacha men harakat qilyapman bitta o'zbek partnyor topishga. Tekstil, o'sha gostinitsa, bunaqa Costco, Walmart emas. Costco, Walmartga olib chiqqan narsangiz bor-ku, shuni qo'yasiz-ku. Amerikanskiy consumer bor-ku, end user. Juda bir injiq odamda. Shu oladi, yoqmasa bir oydan keyin qaytarib oladi. Amaniki business to business. Gostinitsalarga optim sotasiz. Bu masala tekstil. O'shani o'zbek tekstilni gostinitniy biznesda o'sha towel deydi-ku, sochoqlarni, ularni bor, pastellarni Amerikani gostinitsa har kuni mingtalab, millionta odamlar o'sha ishlatadi. O'shani bor-ku, business to business. Menda do'stim bor. Qaniydi bitta o'shaqa bizneslar bog'lab beramiz. Пожалуйста, lekin серьезный biznesmen kerak. Dalnovidniy biznesmen. Сразу pul qilaman, olaman emas, bu dalnovidniy proyektda, chunki bozorga chiqarish kerak. Mana sizga bizda ikkinchi masala недвижимость va texnologiyalar. Mana, например, ko'p texnologiyalar Amerikadan venture fondlar bor, startaplar bor, kirmoqchi. O'zbekistonga, например, kirib, o'sha implement qilmoqchi.
o'sha ham например bitta lekin bizani startaplar endi Amerikaga chiqa oladimi yo'q bilmayman hali, lekin bizada outsourcing bor, Filippin bor, lekin bu outsourcing O'zbekistonga rivojlantirish kerak. Va outsourcing faqat mana call center, trakovый kompaniya o'zbekona rus tilida emas, angliskiy bor, bilim asosida, bilim asosida outsourcing, ana shu imkoniyatlar bor. Chunki Amerikada outsourcing juda rivojlangan. Filippin bilan Indiya nomer 1da ikkalasi olgan. Juda o'ylab ko'ringda, soatiga $4, $3 soatiga to'laydi. Soatiga $5, $10 to'laydi soat. Nima outsourcing? Mana masalan universitetlar xohlaydiki, biz o'qitgan bolalar zo'r pul topsin. Universitet doполнительный qo'shimcha kurs qilib, o'zing kontraktingni o'zing yopa olasan deydigan imkoniyat sifatida bersa, Filippinga yoki deylik boshqa mamlakatga bergan qaysi uslugalarga qanaqa outsourcing xizmatlarni taklif qiladi? Oddiy misol, finansiy, IT sohasida, fintech sohasida, IT sohasida, insurance sohasida, страховочный anunda ko'plada. Keyin real estate development sohasida. Nima qiladi real estate developmentda? Qanaqa outsourcing beradi? Dizaynerlar outsourcing qiladi. Chunki har bitta anularni ko'rib chiqish kerak-da, proyektlarni ko'rib chiqish kerak, отчетlarni qilish kerak. Salohiyat bor, imkoniyat bor. Lekin ularni bor, biza tarbiya qilishimiz kerak, o'rgatishimiz kerak, bularni o'qitishimiz kerak, shunaqa dunyoviy tajribali bolalar qizlarni o'rgatishimiz kerak. Yo'q. Chunki prezidentimiz bilan uchrashuvda ham ko'p do'stlarimiz aka-ukalarimiz aytishdiki, Muhtaram Shavkat Miromonovich, men o'zim pulimga investitsiya qilaman, akademiya ochaman, o'zbek yoshlarini tarbiyalayman va eng kamida $2000 dan $20000 pul topish imkonini beraman. Davlatimiz rahbariga yoqdi. O'zi pul bersa, o'zi o'qitsa, o'zi joy bersa, nima qilay desam, bolalarga prosta jozibador, qulayroq joydan sharoit bo'lsa, men o'shani mas'uliyat bilan pul tikaman dedi. Ma'qul, bor, davay, anaqa davlat aktivlariga, nimalarga, rahbarlarga aytinglar, stikovka qil dedi. Keyin ketganlardan keyin ishqilib prezidentlar qilarmikin dedi. Qarang, prezident aytdilar, men pul bersam, o'qitsam, o'rgatsam, faqat chiroyli gapda qolib ketmasmikin dedi. Ular yozib oldi, chaqirarmikin yo chiqib ketgandan keyin ko'rmaysanmi deymi dedi. Vaholanki puli bor odam kamida joy bersang, mayli joyi ham qanaqadir shartli silvoy bergin. Hali bor vali nimaydi, общежитие boshqa narsa ochish boshqa narsa emas. Mana shu maqsadga silvoy beradigan bo'lsa, yoshlar talpinadigan bo'lsin. U yangi yo'lda boshqa qilsa bormaydigan joy, noqulay bo'lmasin. Talantlarni o'ziga jalb qiladigan joy bo'lsa, mayli kamida 500 dan 50 gacha joy bo'lsa, men kattakon akademiya quraman dedi. Bu akademiya degani 5 milliondan 20 milliongacha pul tikaman dedi. Bo'ldi 5 milliondan 20 million dollargacha pul kirsa, o'tda silvoy o'qitib bersa, o'tda silvoy o'rgatsa va o'qitib o'rgatgan bolalarni $2000 dan $20000 aniq pul topish imkoniyatini yaratsa. Mana shu o'sha siz aytayotgan outsourcingga manfaat ko'ryapti uchun tikyapti, rahmat uchun, vatanni sevgani uchun pul tikmaydi-da. Тебе масло или мясо desa мясо bo'ladi. Pul ham bo'lish kerak, vatanni sevish kerak, ikkalasi guli-guliga tushgan bo'lish. Ana shunaqa bo'lish kerak-da. Ana shunaqa imkoniyatlar juda ko'p. Amerikada outsourcing bor. O'sha uchun haqiqatan ham bu nima deydi, imkoniyatlar ko'p o'zbek kompaniyalar ham mana Amerikada o'ziga xos, o'ziga mos kompaniyalarni poglashat qilishi mumkin. O'sha poglashat qilish imkoniyatlari bor. Biza men Nyu-Yorkda investitsionniy fondim bor. O'sha investitsionniy fondi biza, например, o'sha o'zbek kompaniyalari Amerikaga kiraman desa, gostinitsalar sotib olaman desa, shunaqa Central Tower'ga o'xshagan yangi binolar quraman desa, yoki shunaqa nima deydi, kvartirni bunaqa 200 ta, 300 ta, 1000 ta kvartira kompleksni sotib olaman desa, o'zini portfoliyosini ekspansiya qilaman desa, men yordam beraman. Chunki u finansirni qilib beraman, chunki uni keyin property management degan narsa bor. Har bittani bor-ku, odam kvartirada yashaydigan odamdan problemalari bo'lsa, например, tualeti ishlamay qolsa, bir narsasi ishlamay qolsa, o'shani property management bor. 24 soat boshqaruvini qilsa bo'ladi. O'sha uchun bu masalasiga qarasangiz, juda ko'p o'zbek biznesmenlar hozir dunyoviy fikrga ega bo'lib turib, biznesini dunyoviy urovga chiqaraman desa, haqiqatan ham bu narsa imkoniyat bor.
bu Amerika bu biznesmenlarning makoni. Amerika bu immigrantlar makoni. Bu yerda shunchalik ko'p bizneslar hozir baby boomerlar boru, ana qariyapti mana bu 60-70 dan oshgan anular boru, pokoleniya qariyapti, o'lib ketyapti. Ular ko'plar bizneslar bolalariga topshiryapti, ko'p bolalari ololmayapti. Boshqara olmayapti, torta olmayapti. Kerak emas bunga. O'sha uchun nima bo'lyaptiki, bu bizneslar, tayyor bizneslar sotilyapti. U startap kerak emas. Tayyor biznes turibdi. Xuddi shunaqa bizneslar hozir dunyoda turibdi. Malayziyada, Filippinda, Koreyada, hamma joyda bor. Главное siz universitet, siz real estate, har bitta odamda o'zini industriyasi borda. Главное o'shani globalniy thinking boru, local ham bor, lekin globalniy bo'lsa, biz o'sha kompaniyalarga yordam beramiz. Farhod aka, Umidjon aka, mavzu aqlda aslida katta. Lekin hali birinchi kontraktlarga yetaklar deydi, holat o'zgarmaydi, munosabat o'zgaradi. Bugun siz uchun yana bitta maydon bo'ldi. Faktor ko'pchilik tadbirkorlar uchun tajriba maydoni, tadbirkorlarni birlashtiradigan ko'prik maydoni shu paytgacha vazifa sifatida bajarib keldi. Mana davlatimiz rahbari xalqaro vatandoshlar biznes marafoni deb start berdilar, borganimiz u yana yangi nufuz, yangi pog'onaga chiqdi. O'sha marafon, vatandoshlar marafoni doirasida bugun siz bilan suhbat qildik. Kapital loyihasida investorlar psixologiyasi qaysidir jihatini ko'rdik. Masalani u katta puzzle bo'lsa, bitta dona g'ishini ko'targan bo'ldik. Lekin bilamiz mavzu katta. Men o'ylaymanki, bu maydonda hali siz bilan ko'plab yana boshqa mavzularda, boshqa shu manfaatlar chorrahasi bo'lgan maydonda ko'p ko'rishamiz. Bu sizning misolingizda, kecha mana Farhod aka yenagan Bayev misollarda, yana hozir siz bilan gaplashib Farhod akamda kirib kelishyapti. Yana boshqa biz ko'rgan, havas qilgan, o'lim vodiysidan bosib o'tgan tajribali vatandoshlarimiz uchun bu zo'r maydon. Bugun biznes egalari uchrashadigan manfaatlar chorrahasida biz yana qolgan vatandoshlarimizni albatta Xudo xolisa suhbatlarga taklif qilamiz. Buni salohiyatli biznes egalari ko'radi, kuzatadi, o'zining savollariga javob topadi, o'zini aytadigan so'zi borligi haqida xulosaga keladi. Men o'ylaymanki, bu maydon hali o'zimiz oldimizga qo'yilgan ko'plab maqsadlarga bitta qadam yaqinlashishiga sababchi bo'ladi. Bugungi suhbatimizdan nimadan ko'nglingiz to'lmadi? Bilasizmi, inson hech qachon ko'ngli to'lmasligi kerak hech narsadan. The life begins at the end of life begins at the end of the comfort zone. Juda komfortabelni bo'lsangiz, bu degani bu o'lgansiz. Komfortabel yashash mumkin emas. O'zini har doim push qilish kerak. Bu yerda ko'p mavzular ko'tarildi. İchimizda gap, tajriba ko'p. Uni hozir o'tirsak boru, soatlab, kunlab, yillab ketadi. Lekin eng asosiy maqsad mana shu kommunikatsiya qilish, boshlash. Mana shu 2 soat gaplashdik. Ko'p narsa o'rganib oldik, bir o'zimizning fikrlarimizni, tajriba almashuv. Lekin ko'p bizneslar mikrofonsiz ketadi. Ko'p bizneslar televideniyasiz bitib ketadi. Choy ustida, choyxonada bo'ladi, banyada bo'ladi. Barda bo'ladi. Sushida bo'ladi. Sushiga taklif qiladi. Mashinada bo'ladi, gaplar bo'ladi. Tushunyapsizmi? Islayman, boshida ketyapmiz-da, highwayda, New Jerseyda ko'p fikrlar bo'ldi-da. O'sha uchun due diligence ketadi-da. Due diligence ketadi, savol javoblar ketadi, tez ketadi. O'sha uchun bunaqa narsalar ko'p bo'lib turish kerak. Men ko'p narsalarni hali aytmadim. Lekin menimcha o'sha kallamizda frame borda, frame. Biza same thinkers da, ambitsiyalar bor. Mayo ili nima yo degan. Lekin O'zbekiston mayo. Mayo. Bu bizniki. O'sha uchun biza amerikanец bo'lsa ham, biza O'zbekiston vatanimiz, hozirgi yangi O'zbekistonni imkoniyatlarini ko'rib turibmiz chet eldan. Men ko'rib turibman-da, bu narsani boru dash ketish kerak. To'xtamaslik kerak, iboru hech kimni quloq solmaslik kerak O'zbekiston. Hech kimni qo'rqmaslik kerak. Faqat bosish kerak. Amir Temurga aytgandek. Bos. Gazini bos. Ne tavakkal bo'lsa bos. Ko'p o'ylamang. Odam o'yladingmi, o'lib ketasan. Ular boru, ishga olardik, umnilar boru, kerak, umni kerak. Lekin boru aytgan ish qilish kerak. Amalda qila olmasang boru,
nolda unumlilik. Nima kerak? Bizga unaqa kerak emas. Bizga konkretno tajriba, execution kerak. Bilsang ishlatmasang bibliotekada kitobdan farqing yo'q. Ana shunaqa. Poytaxtda Jazdi. bizga O'zbekistonga borib execution kerak. Ishlatish. Qin qilish kerak. Polni qilish kerak. Boru Amerika bilan yaqin bo'lish kerak. Yazaydi. Ko'p mavzularni ko'tardik. Eng o'zingizga zavq olgan qaysi mavzu, qaysi savol ma'qul To'g'ri desam boru, men hozir poli euforiyada yuribman. Poli o'sha konkretno anu proyektlar kallaga anu kelyapti. Kallalar ishlab ketyapti. Ishlayapti. Juda ko'p proyektlar kallada bor, aniqlab, lekin barim o'zim sohamda ishlayman-da faqat. Chunki raspilyatsiya не надо, fokusироваться kerak. Chunki juda ko'p noise bor-da, noise. Noise u opasniy narsa-da, hype-da, hype-ga kirib bo'lmaydi. Hamma ham balerina ham bo'la olmaydi. Balerina bo'lishdan 20 yil balerina bo'lish kerak. O'shuning uchun har bitta odamda o'zini balerinasi bor-da, anusi bor, направленияsi bor. O'shuning uchun biz ham volklar o'zimizga ko'rgan tajribamiz bor, sizda ham bor, menda ham bor, sizda ham bor, hammalarda bor. O'shuning uchun bilganimizni qilishimiz kerak-da, lekin главный bugun qilish kerak. Hozir qilish kerak, erta emas. Erta borib o'ylash kerak ertani, lekin erta qilmasligi, hozir qilish kerak. Winston Churchill aytganday, hozir qil. Hozir. Chunki o'lib ketasan. O'lib ketasan. Umid aka, kapital loyihasiga bugun mezbonlik qildingiz. Balkim ko'p gaplashishga ulgurmadik, lekin gapirtirishga ulgurdik. Sizni nimadan ko'nglingiz to'ldi, nimadan ko'nglingiz to'lmadi. Lazzat akam bilan Hikmat akamni tandemi yaxshi ochilgandi. Men bugun zavq oldim. Umid aka, siz bugungi birga o'tirgan ketgan vaqtingizga rozimisiz? Ko'ngil to'lmagan joylardan ham bir fikrlaringiz aytsangiz. Yo'q, men xursand bo'lgan joyim to'g'ri harakat bilimdan ustun turadi. Har doim o'zi bitta korxonamizni Edu Action deb nomlaganmiz-da. Ta'lim va harakat seni muvaffaqiyatga yetaklaydi deyilgan. Bitta korxonamiz bor. O'shanga asoslaveruvdingiz-da. Bos degan. Albatta o'sha haligi kontrargumentim bor deganimda bilim turish kerak, lekin bilim hozir Hasan akam aytganlaridek bilimni olsang-u, lekin u kitob kabi kutubxonada turgandan foydasi yo'q. Ya'ni uni ishlatmasa, ya'ni har doim harakat bilan bo'lingan narsani ochib berganingiz va bu narsaga ertaga kechga qolasan degan narsangiz juda bizani ko'rayotgan muxlislarimizga foydali bo'ladi degan umiddaman. Lekin o'sha ikkinchi gaplari zo'r gap bo'ldi. Haqiqatda yorug'lik sani komfort zoningdan keyin boshlanadi yoki oxirsida boshlanadi deyilgan narsani ko'p odam unutib qo'yadi. Bu narsani xudo xolisa yana ham ochish kerak, chunki bizda yoshlarimizda endi haligi aytganimizdek 15 yil kelmadim deysiz, u qo'rquv qanchadir odamlarda bor-da. O'shani hisobiga balkim negativli bo'layotgandir yoki boshqa narsa bo'layotgandir. O'sha tarafni rosa ko'p ochishimiz kerak, chunki odamlar qila olishligini bilmaydigan odamlar ko'p. Ya'ni shunday gazni bossa yurib ketadigan holatlar bor. U narsaga biz har doim unda yurishimiz kerak. Sababi u insonlar boshqa ish o'rinlarini yarata oladi. Qo'rqmaslik kerak. Kritikadan qo'rqmaslik kerak. Failurdan ham qo'rqmaslik kerak. Yiqildingmi? Men ham yiqilganman juda ko'p, urilganman. Nima uchun? Chunki harakat bo'lganda, harakat odam как sportsmenda. U ringga chiqasanmi, uradi seni. Bu ring u. Bu ring. Biznes xuddi shunaqa. Biznes xuddi shunaqa. Bu bunaqa chempion bo'lmagan hech qachon, urilmagan chempion. Kaltak yemagan boksyorga o'xshaydi. Конечно, kalta yeyish kerak. O'zi endi odamlar har xil anaqa qildi-ku, lekin Jahongir aka 100% to'g'ri gapirganlar-da. Nega uni millioni yo'q, milliardi yo'q, chunki uni duxi yo'q-da. Duх shu o'sha amerikanskiy duх bor-ku, juda katta-da. Trumpni ko'ryapsiz. Ana shunaqa bor-ku, o'zi bor-ku, ana shuni olish kerak. Ko'p naqa qilmaslik kerak. Kallani xotirma deyish kerak. Mamnaq bo'ladi. Chor, все, давай deydi. Boz deyish kerak-da. Bu o'sha uchun bor-ku, Trumpga ko'p ishonmadi. Biznesmenda, lekin bor-ku, qarang, urushni to'xtatdi. Ya'ni bu ham harakat qilyapti. Chunki bor-ku, o'zi bor-ku, предприниматель, biznesmenlar urilgan, ko'p hayotda zarbasini yegan. Bir Trumpni ham odamdek ko'rmadi ko'plari. Aytay bo'lmaydi deydi. Qarang, milliarderni ko'rmadi-da. Shuning uchun haterlar har doim bo'ladi. Kritiklar anaqa
Собака лает, караван идет-da. Shuning uchun biza karavan emas, biza high speed trail bo'lish kerak-da. Lekin bu gapingizgacha unaqa qo'shilmayman-ku, lekin Trampdan poker o'ynaganda bluff bo'ladi-yu. Bluff bor. Uni o'zi sezishyapti deb qolganlar. O'ynayotganlar sezyapti. U yerda bluff shaxmat o'ynalmayapti, u yerda bluff o'ynalmayapti. Da, to'g'ri. Endi bitta narsa ham bor, sales skills bor, sales skills. Ya'ni bitta moment ikkita tip odam bor. Ishga olsangiz ikkita tip odam bor. Bitta tip odam bor, juda aqlli. Juda hammasini to'g'ri qiladigan. Ikkinchi tip bu odam sales. Shu Naskimni ham sotib beradi. Trampga kerak bo'lsa, tufligini ham sotib beradi Trampga. Endi savol shunaqa. Siz kimni olardingiz ishga? Buni olardingizmi yoki salesni? Men salesni olardim. Nima uchun? Chunki boru любой biznesda, любой anonda upakovka qilib sota biladigan odam kerak. Umnida boru olasiz, ming harakat qilsangiz boru, o'rgataman desangiz boru, chiqib sota olmaydi uni. Zur ideyani buq qiladi. Yo'q qiladi. Sota olmaydi. Buni olasiz, Toshmat deysiz. Seni treyning qilaman. A, B, C, D, E deysan. Ana shu bu, mana shu bu, mana shu bu, mana shu. Tushundingmi? Davay повторение qilamiz deydi. Bu boru ichida qon borda, shu sotadi-da. Treyning qilsangiz boru golden boy, golden girl bo'ladi-da. Ana shunaqa odamlar bizga O'zbekistonga kerak. Ana shunaqa odamlar bo'lmasa, biza kosmosga uchmaymiz. O'sha uchun boru bilim, amaliyot zo'r, lekin boru uni boru bluff deysiz, biza bluff deymiz. Bu sales skills. Mana qarang. O'zbekman, Qashqadaryodan. Lekin meni turishim boru Wall Street qildim meni. Nima uchun bo'lsa bilasizmi? 350 ta telefon qilardim, 4 ta telefonim turardi o'sha yerda. 4 ta telefon. O'sha turardi. Buni Avstraliyaga qilaman, shuni ishlayman. Buni bunday qilaman, bu yerdan olaman. Buni speakerga qo'yaman, buni bunday qilaman, quloqdan ne eshitib turaman. Buni shuni olmayaptimi? Shunday qo'yaman, buni ana qilaman, buni ko'taraman, buni qilaman, buni ketaman. Chunki borib qarab turibdi menga, bu haqiqatan ham bu ishlay oladimi yo'qmi? Chunki ishdan qochmaslik kerak-da. Chunki Wall Streetda cold calling degan narsa bor-da. Bu begona odamlarga telefon qilyapsiz. Bittasi Angliya, Avstraliya, Hong Kong, Latin Amerika. Endi bitta narsa bor. Uni sota olmasangiz boru, you shit. Ты говно. Не имеет значения какой ты. Ты говно. Uni sota olmasang, ты должен продать. A uni qila olmasang, bor, ikkita narsa bor. Mana bilmasdim uni. Shu praktika orqali stoya, mana nima ko'rsatamiz stoya, o'tirish emas. Stoya qildirib, anja qilib ishlaysiz. Kun bo'yi. Bitta narsa, soat 4 da turaman, jimga boraman, kachasi qilaman. Energiya. Kofe, 5 ta kofe, kuniga ertalab pam. Nima uchun demoqchimanki, Wall Streetda 99% odamni o'ldiradi. Мясорубка dahshat. O'sha uchun всегда надо четко выглядеть, professionalni, hurmat, izzat, ishdan qochmash kerak, lekin faqat boss. Bakchimoy demoqchiman, bluff bor, hammada bor. Lekin shu ruchkani ham sotishga, mana iPhone'ni ham Steve Jobslar, hammasi bluffi bor. The best phone deydi. Bilaman, Xitoyda undan ham zo'r bor. Tesla, the best, mana Tesla bor. Zo'r deydi. Xitoyda tiqilyapti. Lekin nima? Amerikanskiy deb. O'ziga bo'lgan dug' borda. Dug' bor. O'sha uchun O'zbekistonga men shuni olib kelmoqchiman. Yangi O'zbekistonni sotish kerak dunyoga. Make Uzbekistan nima edi? Make Uzbekistan great again. Make Uzbekistan great again. Kommentarlar kutaman, kommentarlar. Aka dushanba kuni choyxonam bor, chorshanba choyxonam bor, juma choyxonam bor. Choyxonaga keling yoz.
Sizlar O'zingizni qiynab maza qildik. Sizga yoqdi, yoqmadi. Bunaqa ko'rsatuv bo'lmaganligini Umid aka bittasi lazzakamidi. Sen osmonga olib ketaman. Yana bitta osmonga olib ketadigan shoumen tadbirkor, bosadigan insonlari bugun ko'rsatuvimiz qahramoni bo'lganiga guvoh bo'ldik. Yoqqan, yoqmagan insaytlarni albatta izohlarda yozib qoldik. Vatandoshlarimizdan qaysi insonlarni bu loyihalarimizga mehmon sifatida chaqirishimizni tavsiya qilasiz? Albatta izohda qoldik. Qaysi mavzularni yoritishimizni tavsiya qilasiz? Buni ham izohlarda yozib qoldiring. Bugungi ko'rsatuvni qaysi jihati yoqdi yoki yoqmadi, buni izohlarda qoldiring. YouTube'ga like, comment, dislike, поделиться, подписаться. Bugun ko'rsatuvdan zavq olgan bo'lsangiz, bo'lmadi deganda do'stlaringizga hali bosish kerak degan joylarni hali Libaya biznes qarashadi degandek kesib tarqatib yaxshilikka sababchi bo'ling. Bizga yurtda tinchlik bo'lib, do'stlar salomat bo'lsinlar. Umidjon aka, Farhod aka salomat bo'ling. Rahmat. Rahmat.